Bunda olsa ben Asad Kamni tanıştıray. Amimiz Asad Malum, Doktor Asad Süleyman. Asad Malum'la amimiz bilimiz. Şunda adıma ben kısaca bir tanıştırıp eteyim. Asad Malum 1969 yılı Şarkı Türkistan'daki Kumul şehirde olgan. 1986 yıldan 1994 yılgacha Şinjan Üniversitesi'ndeki Til Edebiyat Fakültesi okugan. 1996 yıldan 1999 yılgacha Xitoy İctimai Fanlar Akademiyasida doktor aspirantda okugan. 1994 yıldan 2008 yılgacha Şinjan Üniversitesi'ndeki Filologiya Institutida lektor, doçent ve profesör bo'lib ishlagan. Uyg'ur adabiyoti va madaniyat tarixi bo'yicha 20 nafardan ortiq magistr aspirantni tarbiyalagan. 2008 yıldan 2010 yılgacha Germaniyadagi Max Planck Sosyal Antropologiya Instituti ve Berlindagi Hürriyet Üniversitesi Türkologiya Fakültesida tadqiqotchi bo'lib ishlagan. 2010 yıldan 2012 yılgacha Shvetsiya Uppsala Üniversitesi Türkologiya Fakültesida post doktorluk tadqiqot qilgan. 2013 yıldan 2025 yılgacha Erkin Asiya Radio Uyg'ur bölümünde oliy muharrir bo'lib ishlagan. Asad Malum mazir qadar taklimakonga dumlangan ruh. Uyg'ur madaniyati, tarix qo'lga chekilganda, Uyg'ur adabiyotida hamsachilik degandek nurg'ulon kitob, 50 dan ortiq maqolalarni e'lon qilgan. Endi bugun şu Asad Malum demoqchi bo'lgan leksiya, ya'ni Uyg'ur tarixidan unutilmas saboqlar. Endi bu leksiyani vatanda anglash nurg'ulon qilishning fursati yo'q. Lekin bu yerda biz erkin dunyo yashayotgan bo'lishqa, shunday yaxshi leksiyalarni anglash qilsa ibotimiz. Bunda leksiyalar yana davomli o'rlashtirdi. Shu qarindoshlarga qadrlab kelgusida qatnashishni umid qilamiz. Unda bo'lsa qarindoshlar bir Asad Malumni qizg'in javob bilan qarshilaydi. Assalamu alaikum qarindoshlar, hoş kelibsizlar. Bugun Uyg'ur tarixidan unutilmas saboqlar degan shu temada hamda ko'pchilik bilan bir fikrni o'rtoqlashsak deb o'yladim. Hammamiz tarixni o'qigan, hammamizning o'ziga tushliq tarix qarashimiz bor, tonishimiz bor. Ammo hamda butun millatlarniki buguni tarix ustiga qurildi. Unda bo'lg'achqa mayli bir millat bo'lsin, mayli bir shaxs bo'lsin, o'zining buguni va kelgusiga o'tmishdagi tarixiy kashmishlari va buningda to'plagan tajriba, saboqlar orqali hukm qildi. Shu nuqtadan men bugun shu temani o'ttirib qo'ydim. Buningda deyilgan nurg'un narsa shaxsan mening hukmim emas. Bugun so'zlangan nurg'un narsa ma'lum bir tarixiy shaxs yoki voqea ustidan chiqarilgan oxirgi hukm qaror emas. Bular hammasi tarixiy hujjatlar, arxivlar, o'z davridagi birinchi qo'l manbalar asosida tayyorlangan bir leksiya. Shunga nima deymiz? Bugungi shu tarixiy saboqlarni biz emas, tarixiy belgilar so'zlasin, tarixiy hujjatlar so'zlasin. Bugun hamda bu Uyg'ur tarixidagi unutilmas saboqlar degan shu temada hamda bütün Uyg'ur tarixiniki necha ming yillik bu saboqlarni albatta bir qatimliq leksiya orqali buni so'zlab tugatgili bo'lmaydi. Shunga 19-asrning ikkinchi yarmidagi Yoqubbek qurgan Qashqaryo davlatidan toki 1940-yillardagi ikkinchi jumhuriyatimiz yiqilg'ichi bo'lgan oraliqdagi shu yaqinqi hozirgi zamon tariximizdagi bizning ko'zimizga bakrak cheliqqan yoki bizga bir ochiq saboq sifatida qolib qolgan bir qancha nuqtalarni samonaga sab o'tmoqchi. Bu yerda men bir 7 saboqni yakunlab ko'ztiman, ammo vaqt munosabati bilan balkim oldidagi 3 nuqtani o'tirib qo'yishim mumkin. Qolgan nuqtalarni kelgusi boshqa leksiyalarda yana davomlashtiramiz, doim bo'lsa. Hamda shu berilgan 7 saboqni men qisqacha shu temadan biri tanishtirib o'tsam, buning birinchisi shu biz deymiz hamda Uyg'ur degan millatga berilgan ta'bir tilga elingan vaqtda
uyushmak, birleşmek degan mush ta'birni Uyg'ur millatining asosiy ta'biri deb ko'pincha kitoblarda buni birinchi o'ringa qo'yib tonishtirdi. Afsuski uyushmak, ittifoqlashmak, birlashmak degan mushu ma'nda kelgan mushu millatimiz nima uchun tarixda shuncha ko'p qonliq savoqlarni o'ttirg'i chiqardi? Bu qanlıq savaqlarning bizim ko'z oldimizga eng tarixdan topqagan muhim savaqlarning birisi mushu birlashalmaslik, uyushalmaslikdan kelib chiqqan eg'ir badallar. Mana birinchi nuqta. Ikkinchisi davlat manfaati qon qarindoshlikdan a'lo. Demak, buni mana konkret mazmunda so'zlaymiz. Chunki mayli Xitoylar bo'lsin yoki boshqa millatlar bo'lsin, davlat qurgan, qo'lida davlat tutib turgan barliq millatlar yoki ularning tarixchilari davlat manfaatining hammadan a'lo ekanligi, davlat manfaatidan iborat bu qimmatlarning barliq qimmatlarning ustida turganligini nihoyat aniq yakunlagan. Holbuki bizning tariximizdagi yaqinqi 100 yillik tariximizdagi ba'zi kechirmishlarimiz bizga davlat manfaatini hammaning ustiga qo'ya olmasligimizning sababidan nihoyat ig'ir badallarni to'laganligimizni bizga ko'rsatib beryapti. Bu bir nuqta. Uchinchi nuqta, davlat manfaati diniy qarindoshlikdan a'lo. Chunki biz bilamiz, Uyg'urlar islom diniga ishongandan buyon islomiyatdagi diniy qarindoshlik, ya'ni islom diniga e'tiqod qilgan barliq insonlar bir qarindosh deydigan bu hukm bizga nihoyat cho'nqur darajada singgan. Unda bo'lg'achqa bizning tariximizda, bizning atrofimizdagi biz bilan o'xshash diniy dinga e'tiqod qilgan, o'xshash diniy aqidaga ega ba'zi xalqlar bilan bo'lgan munosabat, manfaat to'qinishlar bo'libmi, davlatning nuqtasiga kelgan vaqtda biz diniy qarindoshlikni davlatning manfaatidan, millatning manfaatidan ustun qo'yganligimiz uchun bundan kelib chiqqan intayin og'ir qonliq savoqlarning badalini to'lab keldik. Shu nuqtani aytgan vaqtda men 3-chi nuqtani buni tunishtirmoqchi. Qolgan nuqtalarni ko'ryapsizlar, vaqt munosabatidan agar bugun vaqt yetmasa buni kelgusidagi leksiyamizda davomlashtiramiz. Ya'ni ishonch yo'qolgan millatda gumronlik boshlanadi. O'ziga bo'lgan ishonch bir shaxsni shu bir millatmi agar o'ziga, o'zining kelajagiga, o'zining davlat qura oladiganligiga, o'zining mavjudligi bo'lgan ishonch yo'qotganda ishonchni gumronlik boshlandi. Uning keyindan sun'iy madora. Chunki yaqinqi ikki jumhuriyatimizniki yiqilishidagi nihoyat muhim sabablarning birisi bu inqilob yarim yo'lga kelganda sun'iyga madora qilishga yoki tinchlik suhbati va yoki kelishim degandek bu to'liq bo'lmagan. Ya'ni kelgusiga garantisi yoki kapolati bo'lmagan bunday kelishimlarning nihoyat ig'ir ziyonini tatqanligimizni hammamiz bilamiz. Shunga bu nuqtani ta'kidlab o'tmoqchi. Uningdan keyin boshqalarning manfaati uchun qurbonlik bo'lish yoki boshqalarning depiga usul o'ynash. Chunki o'zining huquqini, o'zining davlat huquqini qo'lda tutib turadigan millatlar hamon o'zini kontrol qilayotgan kuchlar tarafidan o'yinlandi, ularning o'yinlariga qurbonlik ketadi. Bu bizning tariximizda nihoyat aniq ko'ringan eng oxirgi nuqta, yana tarix takrorlandi. Unda bo'lsa konkret mazmunlarga kelayli. Konkret mazmunlarga kelsak, mana birinchi nuqta yana birlashalmaslik yoki uyushalmaslik dedik. Endi buniki qisqacha bir buning sabablarini bir izohlab o'tishga to'g'ri keladi. Albatta, endi mayada men faqat o'zim hesban ba'zi nuqtalarni mayda o'tirib qo'ymoqchi. Mana bizning vatanning xaritasini ko'ryapsizlar, yer shakli xaritasi. Yer shakli xaritasi undaq qarasanglar, bizning vatanning yana 1.700.000 kvadrat kilometrdan ortiq mushu bepoyon tuproqniki 4 atrofi egiz tog'lar bilan qo'rshilgan. Afsuski, bu vatanimiz tuproqlarining faqat sharqiy qismi, ya'ni Xitoy bilan chegaralangan qismi qarasanglar, bu yer bepoyon cho'l jazira bo'lsa-mu, lekin egiz tog'lar yo'q. Ya'ni coğrafiyalik to'saq yo'q. Demak, tuprog'imizning yoritilgandagi bundaq bir coğrafiyalik talaysizligi bizning tarixda bo'lgan yaqin zamon tarixida Xitoylarning mustamlikasiga tushib qolishimizning bir coğrafiyalik bir asosini shakllantirgan.
Chunki qarasanglar janubda Qaraqurum tog'lari orqali Hindiston bu tarafdan ayrilib turdi, g'arbiy tarafi Tangri tog'lari orqali g'arbiy Turkiston tarafdan, shimol qismi Oltoy tog'lari orqali Sibiriya, Rossiya tarafidan ayrilib turdi. Afsuski faqat bir tarafi ochiq. Shunga 1940-yilda Sharqiy Turkiston tarixini yozib, bizning hayotimizda tunji qatim tariximizdan to'liq bir sistemaga tushagan, tarixdan savoqlarni yakunlagan inqilobchi Muhammad Emin Bug'ra Sharqiy Turkiston tarixi degan asarining oxirini o'qisanglar, bizning Sharqiy Turkistonliklarning mahkumlikqa tushib qolishiniki eng muhim sabablarining birisi ularning jug'rafiyalik talaysizligi degan. Ya'ni jug'rafiyalik talaysizlik degan bu atalg'uni Muhammad Emin Bug'ra birinchi qatim bizning tariximizga bir tarixiy hukm yoki termin sifatida o'tirib qo'ygan. Demak, bu yerda demoqchi bo'lganimiz bizning mushu qismatlarimizdagi ma'lum bir nuqtasini bizning jug'rafiyalik joylashishimiz, vatanimizning tuprog'imizning jug'rafiyalik joylashish jihatidagi bu aloyilligini ma'lum darajada belgilab qo'ygan demoqchi. Demak, endi bugungi kunda ikiz tog', dovon, daryo, dengiz, okeanlarning biror millatning taqdiri uchun bak cho'ngimiz yo'q. Ammo uzun necha ming yillik tarixda, ya'ni insonlar dahi bugungi qatnash qulayligiga erishmagan bir zamonlarda bu jug'rafiyalik joylashish ba'zida millatlarning taqdirini belgilagan. Navoda biz ishga quruq emas, dengiz bo'yida joylashib qolgan bo'lsak, dengiz bo'yidagi millatlarning biri bo'lib qolgan bo'lsak, bizning taqdirimiz qanday bo'lgan bo'ladi? Demak, bu butunlay boshqacha bo'lgan bo'ladi balki. Shunga buni ta'kidlab o'tishga bo'ldi. Undan keyin ikkinchi bir nuqta, bizning vatanning Osiyoning markaziy joylashganligi uchun bizning vatanimiz tarixdan buyon zo'r kuchlar. Masalan, Sharqda Xitoy har zaman sulola qurib Sharq Osiyodagi bir kuch sifatida mavjud bo'lib turdi. Bizning g'arbimizda masalan Janubiy Osiyoda bo'lsa Hindiston, g'arb tarafda bo'lsa masalan tarixda Persiya imperiyasi deymiz, undan keyin Arab imperiyasi bo'ldi, undan keyin yana nurg'un imperiyalar vujudga keldi. Undan keyin g'arbiy shimol tarafiga qarasak, Ruslar kuchayib, tarix sanasiga chiqdi. Demak, bizning vatanimiz atrofdagi zo'r kuchlarning qisilchiligi ostida qoldi. Ikkala tarafda zo'r kuchlar bo'lganligi uchun har vaqt mushu zo'r kuchlarning o'yinining qurboni bo'lish yoki bularning manfaatining qurboni bo'lishdek bu qismatga duch keldi. Bunday ahvolni bizga o'xshash holatdagi ba'zi davlatlarimiz selishtirib qilishga bo'ldi. Masalan, Yevropani aytsak Polshani bilsizlar, yaqin zaman tarixida Polsha bir qancha qatim dunyo xaritasidan o'chib, yana dunyo xaritasida paydo bo'lgan davlat. Chunki Polsha bu sharq tarafida Rusdan iborat bir zo'r kuch bor, g'arb tarafda har zaman Germaniyadan iborat ikki zo'r kuchning o'rtasiga qisilgan davlat bo'lganligi uchun tarixning ma'lum bir mezgillarida mushu zo'r kuchlarning talashishining manfaatining qurboni bo'lib keldi. Tarix ba'zida yo'l qo'ygan vaqtlarda mustaqil o'tirib chiqdi, boshqa zo'r kuchlar kuchaygan vaqtda hamon ularning mahkumligida qoldi. Demak, shunga o'xshash mushu zo'r kuchlarning o'rtasida qad qilishdan iborat bu ahvolni bizning taqdirimizga bevosita ta'sir ko'rsatgan bir omil deyishga bo'ldi. Undan keyin ishga olganda esa bo'stonliqlarning tabiiy va ijtimoiy ayrimligi. Endi bizning vatan agar bir mustaqil davlat bo'lgan bo'lsa, dunyoda hozir oldin qatordagi, jarsimin eng chong oldin qatordagi 20 davlatning ichiga kiralaydi. Bundaq bir bepoyon tuproqqa ega bo'lgan bir xalq, afsuski jug'rofiylik joylashishimizdagi o'zgachilik, yana bo'stonliqdan iborat bu aloylik tufaylidan bizning vatanimiz mayli Yevropa yoki boshqa yerlarda tutash ketgan yeshillik emas. Tarixda har bir bo'stonliqning oralig'idagi yo'llar oylarcha musofalar. Har bir bo'stonliq nisbiy holda ayrilib turgan, har bir bo'stonliq o'ziga xos tabiiy, natural egilikni yaratgan. Ma'lum jihatda boshqa bo'stonliqlar bilan aloqa qilmasimu tarixda o'z oldiga, masalan, o'zidan dehqonchilik va chorvachilik va meva-cheva va hamma narsa va o'zi qamdaydigan natural bir egilik sistemasini yaratganligi uchun tarixda masalan Qashqar bo'stonligida bir xonadonlik qurilgan, Xotanda bir xonadonlik qurilgan yoki boshqa yerda yana bir xonadonlik qurilgan. Bular har vaqt ma'lum bir siyosiy harakat bo'lgan vaqtida ayrim bir shaklda o'tirib chiqadigan bunday ayrimlik shakllanib qolgan. Demak, bu bizning vatanimizning joylashishidagi favqulodda ahvol, yana bo'stonliqlarning ayrimligi.
ayrımlıqlığı ve musabaqasının nayt uzunluğu. Bu bir ahval. Onundan keyin uzun müddetlik bölünme alet. Uzun müddetlik bölünme alet degende bu bizning vatanimiz Merkezi Asya yoki biz deyotgan Turkistondan iborat cho'ng ma'nodagi Turkiston, ya'ni G'arbiy Sharqiy Turkistonni o'z ichiga olgan Osiyoning markaziy qismidagi mush bebiyon tuproq. Bu bebiyon tuproqlarda 15-asrda Temuriylar imperiyasidan iborat cho'ng bir imperiya qurilib, bu imperiya parchalanib ketgandan keyin toki 5 asrga yaqin bu Turkiston tuproqlarida birlik kelgan bir hokimiyat qurilmadi. G'arbiy Turkistonni olsak, bu yerda parchalanib, masalan, Temuriylar imperiyasidan keyin uning o'g'illari necha parchaga bo'linib ketdi. Uningda keyingi mezgillarga kelganda, masalan, Chorosiya kuchayganda Xiva deymiz, Buxoro deymiz, hammasi ayrim xonadonliklar shaklda maydonga chiqdi. Bizning Sharqiy Turkistonda masalan Saygiya xonligi, uningdan keyingi masalan Yoqubbek 1860-yilga kelganda bizning vatanda bir vaqtda 5 hokimiyat mavjud bo'lib turdi. Demak, 5 asrlik bo'linma holat bizning keyingi tariximizda har vaqt ilgari kelgan bir urushgan bir gavning maydonga kelanmasligini ma'lum darajada belgilab qo'ydi. Oxirgi birisi millat tarkibining murakkabligi. Bilamiz, bu bizning vatanda asosliq yerlik oila tarixdan buyon Uyg'urlar asos o'rinda turib kelgan bo'lsa, albatta bu Osiyoning markazidagi bir tuproq bo'lganligi uchun g'arbga ko'chgan yoki sharqqa ko'chgan yoki janubga ko'chgan degandek millatlar har vaqt bu yoqdan kelib bizning vatanimizning Uyg'urlardan boshqa bir muncha etnik tarkiblarni shakllantirgan. Ammo keyingi davrda kelganda, masalan 30-yillarda bizning vatandagi millatlarni bo'lib boshqarish, bir-biriga qarama-qarshi qo'yishdak bu strategiyani bizni kontrol qilgan üstümüzdeki kuchlar buni mayda chiroyli shaklda o'ynadi. Masalan, 1930-yillarda Miltavs Shinsay bizning vatanimizda tunji qatim 14 millat bor deb hatto Uyg'urlarga mansub bo'lgan taronchilarni ayrim millat sifatida rasmiy 14 millat shakllantirib, bularni har bir millatga ayrim uyushmalarni qurib, bularni bir-biriga farqlantirishga, ya'ni Sovet ittifoqining modelidan o'rganib, bu millatlarning orasidagi farqni kengaytirib, burun bir yaşayan xalqlarni ayırib etishga bu xil narsani bu strategiyani o'yindi. Uningdan keyingi 40-yillarda Gomindan, uningdan keyingi kommunistlar kelgandan keyin izchil shunday bo'ldi. Bugungi kunda bizning vatanni ma'muriy jihatdan qarasak, avtonom oblast, avtonom noya, avtonom yeza degandek son-sanoqsiz qushshaq parchalarga bo'lib o'tdi. Demak, bu omil nimadan foydalandi desa, bizning Sharqiy Turkistonning tuproqlaridagi millatlarning ko'proq bo'lishi, etnik tarkibining murakkab bo'lishidan iborat bu omildan bizning ustimizdagi hukmronlar noita usluq bilan foydalandi. Demak, qisqacha hamda shu birlashalmaslikdagi sabablarni qisqacha shundoq muloyiza qilib o'taylik. Hamda texnik konkret mazmunga kelsak, ya'ni Yoqubbek 1860-yillarda bizning vatanimizda tunji qatim birlik kelib, birlik kelgan. Ya'ni g'arb tarafi Qashqar Pomirdan sharq tarafi Qumulg'uchi bo'lgan bu bepoyon tuproqni birlik keltirishdan ilgari bizning vatanimizning tarixi qarsag'ida 5 xonlik mavjud edi o'sha vaqtda. Yana bu 5 xonadonlik mayada o'xshamagan ranglar bilan ko'rsatib qo'ydik. Masalan, Kuchada Rashidin xon xo'ja boshchiligida Kucha xonadonligi qurilib, noit tezlik tarbiya yurish qilib, sharqda toki Qumulg'uchi bo'lgan bizning vatanning tuproqlarini birlik keltirdi. G'arb tarafi toki Qashqargacha, Qashqar Maralmashgacha bordi bu xonadonlikning. Halbuki bu xonadonlik mavjud bo'lgan vaqtda Qashqarda Sidiqbek degan qirg'izlarning bir sardori o'tirib chiqib, Qashqar bo'stonligini ayirib, Qashqarda ayrim bir xonlikni qurdi. Yakanda ayrim bir xonlik shakllantirdi 1860-yilda noit qisqa mezgil. Uningdan keyin Xotanni markaz qilib, sharqda toki Charchan chaqiliq qichi bo'lgan territoriyada Abdurahmon xon xo'ja, uning dadisi Habibulloh xon. Bular qo'zg'olon qilib, bu Xotanni egallab, Xotanda o'z oldiga bir xonadonlik. Uningdan keyin G'uj tarafga qarasanglar, shimolda Ilis sultonligi maydon kelib, toki Chorosiya buni og'dirayotkichi bo'lgan aralıqda 10 yillik Ilis sultonligi mavjud bo'lib turdi. Mushundaq bir butun vatan tuproqlarida bir vaqtda hamma xalq qo'zg'olib o'zining davlatini qurman degan bo'lsa-mu, boy deganimizdek o'xshash bo'lmagan 5 diyorda o'xshash bo'lmagan 5 xonadonlik qurildi.
Halbuki bu xandalıqlar o'rtasida bir-biri bilan ittifoqlashish yoki kimning ostida birlik kelishdan iborat bu tema izchil holda bularning talashlatirish nuqtasi bo'ldi, birlik kelolmadi. Hatto mana bu Ili sultonligiga oid yozilgan ba'zi tarixiy kitoblarga qaraganda bularning eng ansirgini Kucha xonligining kuchayib, Tangri tag'idan o'tib Ili sultonligini munqars qilishdan ansirgan bundoq ahvollarmi Ili sultonligida bo'lgan shu vaqtda. Demek mayada bu Muhammed Emin Buğra'nın Şarkı Türkistan Tarihi degan kitabida o'zi sızgan xarita, şu xaritadagi 5 xonadonlikning xaritadagi o'rni 1860-yillar. Endi undan keyin tarix aylanib 1930-yillarga kelganda Sharqi Turkistonda buyuk bir milliy inqilob portlab, butun vatanning hamma yerlariga tutashdi bu inqilobning o'ti. Tutishib bu inqilobniki o'tining tutishi natijasida 1933-yili 3-oydan 34-yili 6-oygacha yana Tungallar Xotan İslam hukumatini ag'dirib o'tkichi bo'lgan jarayonda bizning vatanni va xaritada ko'rsatgandek bizning vatan 4 parchaga bo'linib ketgan bu vaqtda. Üst tarafidagi Urumchini markaz qilgan kichikkin bir parcha faqat Shinsayning kontrol qilgan qismi. Bunun içinde Altay tarafta üzük sızık var. Bu yerda Qozoqlarning ba'zi qo'zg'olonlari bo'lib, bu ham to'liq kontrol qilamagan. Ilida yana Janpayuan degan yana bir Xitoy ilini kontrol qilgan. Shinsayning faqat Urumchidan cho'chak orqali Sovet ittifoqiga tutishadiganlar kichik bir koridor. Shu koridorni bu Shinsay kontrol qilgan. Qo'lida nayt ko'p bo'lganda 5-6 ming askar bor. Mushundaq bir holatda butun vatanda inqilob bo'lib, bilganinglardek Tangri tag'ining janubida, ya'ni 33-yil 6-oyda Tungallar bilan bu Uyg'ur qo'zg'olonchilarining o'rtasida kelishmaslik bo'lib, ixtilof tug'ilib, eng oxirida Fukan bilan Jimisar oralig'idagi bir tog'da Shinsay taraf bilan va Xo'janiyaz Hojim taraf o'rtasida Jimisar tutumalaydigan bir kelishim bo'lib, bu kelishim bo'yicha Tangri tog'larining janubida butunlay Uyg'ur hukumati yoki Turkiston hukumati deb atalgan ba'zi kitoblar bular kontrol qiladi. Bütün harbiy, ma'muriy hamma huquqlar Uyg'urlarning qo'lida bo'ldi. Vazifa tayinlanadigan kishilarning tizimliga faqat Urumchiga yo'llab berildi. Bu degandek Jimisar kelishimi imzolanib, Tangri tog'larining janubi butunlay bu Xo'janiyaz hojiniki boshchiligidagi Uyg'ur qo'zg'olonchilariga berilgan mashina bo'yicha. Afsuski, bular Tangri tog'idan o'tib janub qo'mongan vaqtda, o vaqtda Xotandami inqilob bo'ldi. Qashqarda inqilob bo'ldi. Dastlabda Xotan islom hukumati qurilib, g'arb tarafda Yakandan sharqda Charkan chaqiliqchi bo'lgan yeshil dan Xotan islom hukumati kontrol qildi. Orqadan Xotan islom hukumatining qo'shinlari Qashqargacha bordi. Qashqarda inqilob bo'lib, Qashqarda Sobit Damuldan boshchiligida Sharq Turkiston islom jumhuriyati qurildi. Endi bu vaqtda Xo'janiyaz Hojim Qashqarga kelgan. Şuna taki şərəxdə Qumuldan taki Maral ışıqcı bo'lgan dünyalar şu Xo'janiyaz Hojimniki kontrolluğundaki Janubi Turkiston hukumati. Yana Hamdullah Tarimning Turkiston tarixi degan kitobidagi termin bo'yicha ataganda Janubi Turkiston hukumatining kontrolluğudur. Demak, bu yerda hamda 4 hokimiyat mavjud bo'lgan. Agarda Uyg'urlar tarafidan kontrol qilingan 3 hokimiyat birlashadigan bo'lsa, u chaqda Shinsaydan iborat bir kuchni asalla ucuqtirib bizning vatanni birlikka keltirish mumkinchiligi botdi shu vaqtda. Gerçi Sovet ittifoqi yoki boshqa tashqi omillarni ko'zga olmagan taqdirdami, ichki jihatdan agar bular uyushadigan bo'lsa, bundoq bir mumkinchilik tamoman mumkindir shu vaqtda. Demak, bu yerda buni ko'z tutishimiz faqat 1930-yillardagi inqilob jarayonida ham qisqacha 1 yilning ichida qurilgan vatandagi 4 hokimiyat ve ularning qanday qilib eng oxirida bir-birlab Shinsayga yam bo'lganligi bular. Bu jarayonni ko'rsatadigan xarita bu. Uningdan keyin hamda oxirida Sovet ittifoqi kirdi. Qashqardagi Sharq Turkiston islom jumhuriyati yemirildi. Tungallar janubga surilib, oldi bilan Qashqardagi bu hokimiyatni yiqitdi. Oqidan Xotanga hujum qilib, Xotan islom hukumati yiqildi. Yiqilgandan keyin nomda Shinsay Sovet ittifoqining yo'lishi bilan bizning vatanni o'z oldiga kontrol qilib, gerçi namda Xitoyga tava bo'lsa-mu, lekin butunlay o'zi kontrol qiladigan
Sovet İttifaqının bir sünni amara dövleti mundaqça aytganda. Bundaq bir holatga o'zgardi. Halbuki Shinsay bu hokimiyatni egallagan bo'lsa-mu 34-yili 7-oydan 37-yili 7-oygacha bo'lgan oralikda bizning vatanda Shinsay to'liq darajada 100% kontrolni ola olmagan. Bu vaqtda bizning vatanda yanada Uyg'ur qozoqlarning qo'lida 4 cho'ng askariy kuch bo'lyapti shu vaqtda. 34 dan 37gacha. Mana Qumul tarafda bo'lsa, bu Yo'lvazni bilsizlar, Yo'lvaz o'z oldiga garchi Shinsayga bayat qilaman desimi, ammo qo'lida milliy askarlar bor. Unda bo'lgandan keyin Shinsayning odamlarini Qumulga kirgizmay, o'zi butun Qumul viloyatini kontrol qilib, mandaq bir holatda turgan. Namda o'lkaga qarayman deydi, lekin o'z oldiga ayrim. Lekin qo'lda harbiy kuch bor. Umumdagi men Xotan tarafga qarasam, Xotan tarafni Xotan islom hukumatidan yiqitib, Maxosanning tungallari butun Xotanni 3 yilcha o'z qo'lida o'yinib tutib turdi. Ya'ni tungallarning 36-diviziyasi Xotanda. Shinsay bilan tirkishib turdi bular. Qashqa taraf qarasanglar, Xo'janiyaz hojim bu kelishim bo'yicha Urumchiga berib muavin rais bo'lgandan keyin uning qo'lasidagi butun Uyg'ur askarlar general Mahmud Mo'yitining qo'mondonligida Qashqada Uyg'ur otliq askarlar 6-diviziyasi degan nom bilan bir diviziya Uyg'ur askar Qashqa Kon shahrida turibdi. Endi bu askarlar uzun mezgil inqilobda 3-4 yillar cheniqib, bularning jangovarlari ustun, qo'lda qurollari yaxshi, bularning sonini ba'zida 4000 deydi eng ko'p bo'lganlar. Lekin keyin buni Sovet ittifoqidan maxsus harbiy maslahatchi kelib, bularni tartib solamiz, bu degan nomlarda eng oxir qisqarta 2400 odam bor bo'ldi. Lekin shundaqdimi bu 2400 askar yana Shinsay uchun shu vaqtda noyatda ig'ir bir ta'did. Unisiga buning to'liq kontrolligi Mahmud Mo'yitining qo'lida bo'lganligi uchun Mahmud Mo'yiti 34-yildan 37-yili 4-oyda vatanda tark etib chiqib ketmoqchi bo'lgan oralikda Qashqada bir mazgil bizning Uyg'urlarning ma'rifida, madaniyat jihatda bir gulinish davri bo'lgan. Masalan, Mamtini afandining otishda maktablarni qurishi, Qashqada Uyg'ur uyushmasi tarkibida nurg'un madaniyat faoliyatlarining rivojlanib, ziyolilarning o'rtaga chiqishi, bularning hammasiga agar general Mahmud Mo'yitining qo'lida Uyg'ur askarlar bo'lmagan bo'lsa, qo'lida qurol bo'lmagan bo'lsa, Qashqadagi bu faoliyatlar, bu madaniy uyg'unishlar, bu milliy maktablarning ochilishi mumkin bo'lmagan bo'lardi. Bunga noyat oddiy bir misol, bu Mahmud Mo'yitining bu askariy kuchidan noyat ansirganligi uchun oxirida Sovet ittifoqi avatgan alayda maslahatchi Mansur Afandi deydigan KGBning bir bundacha aytganda jasus Shinsayga maslahatchi qilib avatilgan adam, Uyg'ur adam. 36-yili bu Mahmud Mo'yiti Qashqadagi hamma ishni o'zi egalladi, o'lkaga bo'ysunmayotdi deb Mahmud Mo'yitining qo'lidagi huquqni tarqoqlashtirish uchun bu Mansur Afandini Qashqaga avatdi. Bir o'mak bilan. Qashqaga borgandan keyin Mansur Afandi oldi bilan Qashqadagi Shinsayga moyil kuchlar bilan birlashib, o'sha Uyg'ur uyushmasini Mahmud Mo'yitining kontrolidan chiqarish uchun, chunki Uyg'ur uyushmasining qo'lida Qashqadagi butun vaqtiyalarniki butun kirimini shu Uyg'ur uyushmasini uyushtirib, Uyg'ur uyushmasining qo'lida g'oyat zo'r boylik bor bularning shu vaqtda. Shunga uyushmaning qo'lidagi bu pul bilan Qashqada yuzlarcha maktablar ochilib, ilmiy madaniy faoliyatlar rivojlanib, Uyg'urlarning madaniyatiga tez mangan bu vaqtda. Undan bo'lgandan keyin bu Mansur Afandi qanday qildi desa, Appaq Hojining shu vaqtda ishkirga kechib shu yerda jon saqlayotgan manchinchi avlodi deganlarni puturdi. Bu Qashqadagi vaqtiyada hammasi Appaq Hojiga mansub. Shu Uyg'ur uyushmasi buni yavaldi, buni mol mulkini yavaldi deb Appaq Hojining manchinchi noma'lum bir tuqqanlarni Qashqaga keltirib bu davoni qildirib Uyg'ur uyushmasining qo'liga iqtisod danish. Ikkinchisi yig'ilib maxsus Uyg'ur uyushmasining nimasini topshirsa, unga Qashqadagi Yangoyat gazetini o'lkaga topshirsan deb. Chunki gazet Mahmud Mo'yitining qo'lida. Gazet matbuot qo'lda bo'lgandan keyin bu xalqqa qanday ideyani singdirish, nimani tashviq qilish yana bizning qo'limizda bo'lgan. Unda bo'lgandan keyin bundan noyat ansirab Yangoyat gazetini o'lkaga o'tkazib olishdan iborat bu ikki cho'ng ishni Qashqada qilman deb qo'ygan. Eng oxirida qanday bo'lgan deganda Uyg'ur uyushmasining yig'inida bu o'lkadan Urumchidan kelganlarning besimi noyat ig'ir bo'lganligi, bularning keyinda Sovet ittifoqi bo'lganligi uchun Qashqadagilar ig'ir besimda qolgan eng oxirida Mahmud Mo'yiti yig'inda tapanchisini ustalning ustiga qo'ydi. Gap tugida masalani qurol hal qildi.
Muşundaq ahval astida oxirida Mansur Efendi bu gapini o'tkazamay yig'in taqildi, mag'lubiyat bilan Urumchiga qaytishga majbur bo'ldi. Demak, Mahmud Muhitning qo'lidagi mush askarning bo'lishi Qashqarda 34dan 37gacha bo'lgan Uyg'urlarning o'z oldiga ma'lum bir maziyat o'zining madaniyat g'arb ishlarini rivojlantirishiga ma'lum kafolatlar yaratilgan. Nəhayət əfsus, Xotanni besib yatqan Tungallar bilan Qashqardagi Mahmud Muhitning o'rtasida yanada bir-biriga ishonch bo'lmaganligi uchun bularda nima bo'lmadi, o'zaro birlashish bo'lmadi. Qumul tarafdagi Yo'lvoz bilan bular birlashanmadi. Oltayda bo'lsa, Sharifxon boshlig'ida qozoqlarning harbiy kuchi var shu vaqtda. Demak, bu kuchlar hammasi tarqaq holatda toki 37-yilgacha mavjud bo'lib turdi. Shinsayga tahdid istildirdi. Eng oxirida Shinsay bularni bir-birida oldi bilan Sharifxonni Urumchiga kelib, uning ma'lum huquq berib, uning askarlarini tarqatdi. Orqadan Sovet ittifoqidan kirgan harbiy maslahatchilarning Hoshim Hojini Qumulga avatib, Yo'lvoz bilan Tirkashda eng oxirida Yo'lvoz ishga ketib, Qumuldagi milliy kuchni tugidi. 37-yil 4-oyga kelganda ig'ir besim ichida qolgan Mahmud Muhiti vatanni tark etishga majbur bo'ldi. Buning bilan qo'ldagi harbiy kuch Qashqarda qayta inqilob qilib, Xotandagi Tungallar bilan birlashib qolgan bo'lsa, lekin Tungallarning niyati durust bo'lmaganligi uchun eng oxirida bu inqilob toki 90 qadar bordi, endi 37-yilda bu qo'zg'algan. Oxirida Sovet ittifoqi chegaradan bir qancha polik Sovet qizlar armiyasining tankga ayrılanlarning himoyasida Qashqar marabashiga kirgizib, bularni terbiyan qildi. Shuning bilan bizning vatandagi qo'limizdagi harbiy kuchlar to'liq tugab, oxirida to'liq Shinsayning hukmronligi ostiga tushdi. Demak, bu bir ahvol. Endi buningdan bir xulosa chiqarsak, Mayadagi bir jumla so'z Muhammad Emin Bug'roning Sharq Turkiston tarixi degan kitobidan elingan yakun xarakterli bir jumla. Bu so'z nimaga aytilgan degan vaqtda 1860-yillarda boy so'zlab o'tganimizda bizning vatanda qurilgan 5 hokimiyat bir vaqtda qurilgan o'zaro bir-biri bilan birlashaolmagan, ittifoqlasholmagan, o'rtaq bir siyosiy gavda bo'lib uyusholmagan bu hokimiyatlar haqida aytilgan. Yana bir vaqtda vatanning o'xshagan 5 joyda inqilob bo'ldi. O'xshagan 5 joyda 5 xonadonlik qurildi, lekin bularning orasida o'zaro bir-biriga ishonch, ittifoqlik yoki o'zaro bir-biri bilan dialog yo'q edi. Hammasi o'z oldiga mavjud bo'lgan. Eng oxirida bularni Yoqubbek bir-birlab yig'ishtirib birlik kelgan bo'lsa-mu, lekin Yoqubbekning hokimiyatimi 10 yil ortiq hukm surandi. Bu birinchi savaq, yana birlashalmaslikning ig'ir badallari degan. Endi ikkinchi savaqqa kelsak, yana boyda o'tdik. Davlat manfaati muhimmi yoki qon qarindoshlik rishtasi? Bu yerda men Uyg'ur xalq maqol tamsilidan bir qanchani men aytib qo'ydim. Bo'pmaydi, bir millatning davlat manfaati, milliy manfaati o'zi kelganda o'zining manfaatining hammadan ustun qimmat ekanligini eskartirgan bizda nurg'un maqol tamsillar minglarcha yillardan buyon xalqimiz orasida taqilib keldi. Masalan, Iroqdagi tuqqandan yaqindagi qo'shnilar, yana Iroq emas, o'zining atrofidagilarga qilib, o'zida yo'q, olamda yo'q. Iroqdagi mollam, damollam, yaqindagi mollam, jamollam. Yana qo'shnamning qo'sh ko'rinibdi. Suv ketib tosh qoldi, o'sma ketib qosh qoldi degandek. Buni hammamiz bilamiz. Xalqimiz uzun yillik ijtimoiy hayot jarayonida hayot falsafalarini nihoyat yaxshi maqol tamsillar bilan xulosalagan yiqqan bo'lsa-mu, ammo o'zining davlat masalasi, o'zining milliy manfaati masalasida mushu maqol tamsillarni go'yo tatbiqlay olmagandek. Buni tafsilotini ko'rib baxsak, mayada bir moy bo'yoq rasm bor. Balkim ko'rdinglar, balkim ko'rmadinglar. Bu moy bo'yoq rasm 1871-yili rus rassomi Vasiliy Vershagin degan kishi tomonidan chizilgan. Yana 1860-70-yillar oralig'ida Ilida qurilgan Ilis sultonligi bilan Char Rossiya askarlari o'rtasidagi Katmandarda bo'lgan bir qatimliq urush tasvirlangan moy bo'yoq rasm. Qarasanglar,
İli Sultanlığının askerleri hammasi atliq shundoq jangovar, ammo qo'lda tirish nayzi degandek qurollar. Rus askerleri piyoda bo'lsin, ammo qo'lda hammasida miltiq, shu zamonning zamonaviy qurollari endi. Tasvirlangan urush. Endi bu rasmda ko'rsatishdagi maqsad nima degan vaqtda, mushu urushdan keyin İli Sultanlığı yemirilib, Ruslarning qo'liga tushdi. Sultanlık yıkıldı. Endi bu yerda bu gerçi 10 yıl mevcut turgan kichik bir xonadonlik bo'lsa-mu, lekin bu xonadonlikning shuncha tez yiqilishidagi sabab zodi nima? Bu yerda ko'rayotganinglar İli Sultanlığının oxirgi sultoni Sultan Alaxon. Go'yo o'rta asrdagi urushlarda nayza qalqan savut kiyib chiqqan bir ko'rinishda nimaiki. Endi bu yerda bo'lsa, İli Sultanlığını munqaris qilgan yoki ilini ijg'ol qilgan Rus armiyasining generali Kolpakovskiy. İkisining rasmi bir-birisiga ro'baro turdi. Kolpakovskiy İli Sultanlığını munqaris qilgandan keyin Sultan Alaxonni tirik tutib, G'uljidan Olmutaga olib, bu yerda görev o'rinda tutib turdi. Shuningdan keyin G'ulji bilan Olmuta oralig'idagi keng bepoyon yerlarda G'uljidagi necha minglagan, necha 10 minglagan Taranchi nomidagi Uyg'urlarni Rossiya tarafga ko'chirib, Uyg'urlarni dehqonchilikqa mayil bo'lganligi uchun o'sha oraliqda Olmuta bilan G'ulji oralig'idagi munbat joylarda bu Uyg'urlarni ishga silib, ochliq tartib Rossiya armiyasini ochliq bilan ta'minlash uchun Uyg'urlarni bunga salgan edi. Demak, İli Sultanlığının mag'lubiyatining oxirgi nimasi bundan chiqdi Ruslar foydasi. Endi bu yerda bu İli Sultanlığındaki ag'dirilishidagi sabablarga kelsak, albatta buning nurg'un sabablari bor. Char Rossiyadagi bir zo'r imperiya bilan İli Sultanlığı teng tura olmaydi. Aman mag'lub bo'ladi. Ammo bu mag'lubiyatning sabablarining ichida bu İli Sultanlığının mavjudligini yana keyniga hech bo'lmasa bir qancha yil suralaydigan mumkinchilik botdi. Ammo bu mumkinchilikni Ruslar nayt uslub bilan bani sabab izlab iliga besib kirgan. Buning eng chong ban sabablarining birisi mayada ko'rayotganinglardek Tazabek voqeasi. Ya'ni Sultan Alaxon davrida bu Ruslar tadrijiy sharq qarab kengayib, mushu Balqash ko'lining atrofi, Olmuta bu joylarni ishg'ol qilib, ili yetdi atrofini. Qolgandan keyin bu yerdagi qozoqlarning nurg'un qabilalari yoki yuzlari Ruslar bilan qarshilashib, bularning bir qismi Sultan Alaxon davrida, ya'ni ba'zi manbalarda 1000 kishi, 1000 oila deydi, ba'zi manbalarda uningdan mijiqni ko'rsatadi. Bular udulmuş İli Sultanlığının territoriyasiga keçib kelib, bu qozoqlar Tazabek degan oqsoqollar boshchiligida İli Sultanlığından panolik tilagan. Yana bizni o'z qo'yningdan olsanglar, chunki Ruslar bizni qo'llab kelyotdi. Shuning bilan bu qarindoshlik, ya'ni qon qarindoshlik nuqtasidan Sultan Alaxon bularga quchoq ochib, bu 1400 oilalik qozoqlarni ilining 9 tara degan joylarga o'rinlashtirdi. Endi bu qozoqlarning qo'lda hammasi qurollar, o'z vaqtida Ruslar bilan so'qishgan. Undaq bo'lgandiki, bundaq bir qurolliq bir kuchning turishi tadrijiy sharq qarab kengayotgan Ruslar uchun bir tahdid. Shunga buni Ruslar nayt yaxshi bir fursat, bahona sabab deb bilib, Sultan Alaxonga maktub avatgan. Sizning tavayingizga bizga qarshilik ko'rsatgan yoki mushitib chiqqan 1400 oylik qozoq banditlar sizlarning tavayingizga o'tib ketibdi. Shunga buni manchi kun ichida bu qozoqlarni yo'lga silib bizga qaytarsanglar degandan keyin bu yerda Sultan Alaxon nayt tezlar musulmonni sotmaydi, qarindoshni sotmaydi. Bular meningdan panolik tilab keldi, men albatta bularni o'zimning qo'ydim olaman deb Ruslarga javob xat yozib bularni qaytarmaydiganligini aytdi. Buning bilan bu bani sabab nayt nimaga chiqib, Ruslar uchun iliga hujum qilishning nayt yaxshi bir banisi bo'ldi. Ahirda Ruslar nayt kuchli bir qo'shin tashkillab Kolpakovskiyning rahbarligida iliga hujum qildi. Endi shu vaqtda İli Sultanlığındagi askarlarning albatta nayt jangi bor, ammo bayqa rasmda ko'rganinglardek qo'ldagi qurollar boshqa sabablar tufaylidan Katman tog'ida bo'lgan urushda qattiq mag'lub bo'ldi. Ruslar to'salg'usiz holda oldi bilan qo'rg'as kirdi, uningdan o'tib Kuran oldi, eng oxirida G'ul shahrini ishg'ol qilib, bir qandoqlikni yiqitdi. Demak, endi mayada nima demoqchimiz desak, albatta agar bir davlat kuchli bo'lsa,
özünün qarindoshlarga, atrofdagi qon qarindoshlarga ega chiqib qarzi bo'ladi. Ammo davlatning manfaatiga taqashganda, millatning manfaatiga taqashganda oldi bilan o'zingning manfaatini o'ylaysan albatta. O'zingda bo'lmasa hech kimga quchoq ochqili bo'lmaydi. Shunga bu yerda Tozabek vaqasi, mushu qechib kelgan qozoqlarni o'zining himoyasiga elish masalasi Sultan Alaxonning tarixda ketkizib qo'ygan bir xatoligi bu. Albatta men buni bir xatolik deb bu yerda hukm qilib yo'q. Buni ko'pchilik ham mana o'ylab baqsanglar bo'ldi. Chunki bir xonadonlikning og'dirilishiga ba'zida buni 100% sabab degili bo'lsa-mu, ammo buning piltisi bo'lib qolishi mumkin. Hatto bu xonadonlikni agar bundoq bir bani sabab bo'lmagan bo'lsa, yana bir qancha yil keyniga davomlashtirishmi mumkinchiligi botdi. Ammo bu bana Ruslarga noydi yaxshi fursat yaratdi. Agar buning tafsilotlariga qiziqaman desanglar, shu vaqtda Ili sultonligi haqida yozilgan bir qancha muhim manbalarga tavsiya qilaman. Birisi Ili tarixi. Eminjon Bag'dun degan kishining Ili tarixi. Ya'ni 1940-yillarda yozilgan Ili sultonligi tarixiga oid kitob ko'rib chiqsanglar, shu voqealarning hammasi bu shunday bor. Ikkinchi muhim manba Molla Bilal Nozimniki G'azot darmulkichi. Molla Bilal Nozim 1860-yillardagi Ilidagi qo'zg'olonga o'zi qatnashgan, Ili sultonligi davrida yashagan, Sodir palvonlar bilan davrdosh ham ularning hammasini ko'rgan, butkul voqealarga shohid bo'lgan odam shu vaqtda G'azot darmulkichi degan asarni yozgan. Bu kitobniki hozirgi zamon Uyg'ur tilidagi nashrlarida chiqdi, jurnallarda bor. Qiziqsanglar shu kitobni o'qisanglar, shuning ichidan shu Tozabekning voqeasi qanday kechib keldi, Ili sultonlik qanday yibirildi, bu voqealarning hammasi bu kitobda bor. Undan keyin mana chet el manbalardan Yevgeniy Shuler degan bir amerikalik shu zamonda 1870-yilning oxirida Rus Turkistoni yoki buning kitobi degan atalib bo'yicha yana G'arbiy Turkiston tarafga kelib, bu yerdagi Buxoro, Qo'qon qatorliq joylarni aylanib, Ruslar ishg'ol qilgan Ili sultonligiga kirib, shu Ilidagi ahvollarni o'z ko'zi bilan ko'rgan. Yana Turkiston degan kitob. Bu kitobniki men kaynab qarasanglar, masalan, G'ulja deb chiqib turdi. G'ulja to'g'rida maxsus bir ikki bobi bor. Agar chet el manbalari, inglizcha manbalarga ko'rman desanglar, shuni ko'rsanglar, Ili sultonligi haqida nihoyat yaxshi uchuqlarni berdi. Bu Ili sultonligi haqidagi gap. Hamda 1930-yillardagi shu Sharq Turkiston inqilobidagi bizning davlat manfaati bilan qon qarindoshlik manfaat o'rtasidagi ba'zi masalalar haqida to'xtalaydi. Bu yerda ko'ryapmiz, ya'ni 1930-yillarda Sharq Turkiston inqilobi va uning natijasida qurilgan Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati nima uchun mushundaq bir buyuk bir inqilob, minglarcha insonlarning qonlari, jonlari badli kelgan bir hokimiyat nihoyat tezda 6 oyning ichida ag'darilib ketdi. 6 oyning ichida. Xitoylarning termi nimasi ta'bir bo'yicha aytganda buni umri ko'ta atalmış Sharq Turkiston Jumhuriyatida Xitoylar bir mazoq qilishning o'rnida tarixchilar bunday yozadi. Ya'ni 6 oyning ichida ag'darilgan hokimiyat. Xuddi ko'pikdak yilqi g'oyib bo'lgan hokimiyat degandek narsalar. Endi buning albatta nurg'un tarixiy sabablari bor. Men hamma sabablarini bu yerda ta'kidlab o'tmayman. Buning ichidagi bir nuqtani ko'pchilikning o'ylab beqishiga sunaman. Buning birisi nima degan vaqtda Muhammad ibn Bug'ra Sharq Turkiston tarixida Qashqardagi Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati va bu hukumat kabinetiga to'xtalgan vaqtda nihoyat echinishlik bilan bu hukumatning tarkibidagi nihoyat oz sondagi odamlarni layoqatli deb qaragandan sirt mutlaq ko'p qism odamlar mushuk ishning ahli emasdi deb bu bir gapni qildi. Ikkinchisi, Sharq Turkiston Islom Jumhuriyati hukumat kabinetining ichidagi insonlarning xili ko'p qismi G'arbiy Turkistondan qechib kelgan, ya'ni Ruslar bilan bo'lgan urushdan qechib kelgan tegi-tagdi mujlan, majhul odamlar edi, gumonli odamlar edi deb bundoq bir ta'bir qilib Undan keyin yana bir so'zi Muhammad ibn Bug'ra deydi buni. Undan keyin Hamdullah Qarim shu vaqtdagi inqilob qatnashgan shohidlarning birisi bu bir so'zni ishlatdi. G'arbiy Turkistondan kelgan qurboshlar garchi Qashqardagi inqilob va hukumatning tarkibida xili muhim rollarni o'ynagan bo'lsa-mu, lekin ularning jismi Qashqarda bo'lsa-mu, ko'ngli boshqa joyda edi bularni. Deb bu gaplarni ishlatdi. Shunga
biz bugun turib, bugungi insonlarning nazari bilan emas, shu inqilob qatnashgan, shu tarixni yashagan, shu tarixni yaratgan insonlarning shu vaqtdagi shu hukumat tarkibidagi insonlarga bergan bu bahosini o'ylashib beqishga arziydi deb o'ylayman. Shunga bugunning emas, tarixchilarning, shohidlarning ko'zidan bularga qarab boqaydi. Endi bu yerdagi shu bosmachilar, yana hamda bosmachi degan so'z keyincha Ruslarning G'arbiy Turkistondagi Ruslarga qarshi Sovet Qizil armiyasiga qarshi o'tirg'i chiqqan insonlarga bergan nomi. Bosmachi, ya'ni bir narsa sabiy ma'nodagi so'z, lekin ruscha orqali butun dunyoga chiqqan bo'lg'achqa, mushu davrdagi mushu voqealarni bosmachi degan so'zni ishlatgan. Ammo Sovet ittifoqi yiqilib, O'rta Osiyo davlatlar mustaqil bo'lgandan keyin Turkiyada u yerlarda 30-yillardagi, 20-30-yillardagi Turkiy tillaridagi o'zining atalg'usi bo'yicha bularni Qurbashi deb e'lotdi. Shunga biz ham shu Uyg'urcha tarixshunoslikda bularni Qurbashi deyishimizga to'g'ri keldi. Endi 17-yildagi Bolshevik inqilobidan keyin Ruslar nihoyat tezlikda O'rta Osiyoni burungi oq Ruslarning qo'lidan olib, bu yerda hokimiyatni o'rnatamiz degandan keyin O'rta Osiyoda, ya'ni G'arbiy Turkistonda nurg'unlagan sarxillar o'tirib chiqib, bu Bolsheviklar hokimiyatini qabul qilmaymiz deb bular inqilob qilgan. Inqilob qilib, bular 10 yillarcha, ya'ni 20-yildan 30-yillarga qadar nihoyat qattiq urushib, Sovet Qizil armiyasini egri chiqimlarga uchirtib, shu vaqtda xil to'lilgan. Hatto 20-yillarda bularning bir qismi Anvar Pashoning rahbarligida Ruslar bilan nihoyat qattiq janglar qilgan. Bu janglar tarixiy nimasi bor, xotirlari bor bularning. Shunga bular 30-yillarga kelgan vaqtda Rus Qizil armiyasi oxiri bularni uzun yillik urushlar orqali tarmar qilib, Rossiyada yoki G'arbiy Turkistonda turadigan hech qanday imkoniyatni qo'ymaydi. Bunun bilan bularning nihoyat zo'r bir qismi Janubiy Surdi Afg'onistonga, bir qismi Ironga, undan keyin yana bir qismi bizning Sharqiy Turkistonga surilib, bu taraflarga o'tib ketdi. Endi dal bu Qurboshlarning Sharqiy Turkistonga o'tgan mezgili bizning vatanda Sharqiy Turkiston inqilobi bo'lgan mezgil bo'lganligi uchun bular Ruslar bilan so'qishgan uzun yillik tajribasi bor. Undan keyin bularning qurolliq jang tajribasi, harbiy intizom bu jihatda bizning vatandagi yerlik askarlarga qaraganda bularning jangovarligi yuqori. Afsuski hamda bular Sovet ittifoqi bilan qarshilashgan bir kuch bo'lganligi uchun bularni daralla bizning vatandagi inqiloblarga aralashtirish va bu aralashtirishdan kelib chiqqan eg'ir badalni shu vaqtdagi bizning inqilob rahbarlarimiz bo'lsin yoki bizning qurgan hokimiyatlarimiz bo'lsin, buni to'liq tegiga tushunib yetamagan bo'lishi mumkin shu vaqtda. Endi buning ichida bakrak sezgir turg'uni bunday qilsam, Muhammad Emin Bug'ra Xotanda inqilob qilgan vaqtda shu G'arbiy Turkistondan kelgan qurolliq shu bosmachi yoki Qurbashi deyotganlar bir qanchalari Xotanda, masalan Jonibek Xotanda. Undan boshqa bir qancha muhim odamlari Xotanda. Bular Muhammad Emin Bug'raning oldiga kelib, biz bu inqilob qatnashsa, sizlar bilan birga inqilob qilamiz degandan keyin Bug'ra nihoyat chiroyli shaklda ko'p rahmat madaddagilarga, lekin bu inqilobga eng yaxshisi sizlar aralashmay turinglar hozircha deb chiroyli shaklda Xotanda rad qilgan. Chunki bularning bu inqilobga aralashib qolishning bularning keyindagi texnik zo'r kuch bo'lgan. Ya'ni bularning keyindagi dushmanning Sharqiy Turkistonga kirishini keltirib chiqarganligini Bug'ra hech bo'lmasa 30-yillarda ma'lum darajada to'lib yetgan. Holbuki Qashqarda Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati qurilgan vaqtda bu G'arbiy Turkistondan kelgan bu qarindoshlarning bu hukumat tarkibidagi soni, o'rni, bularning kontrollik darajasi, Sharqiy Turkiston armiyasidagi o'rni bilan yerliklar qaraganda zo'r darajada ortib ketgan. O'ylab boqaylik, 30-yillarda g'oyat zo'r bir kuch yoki super power bo'lib shakllangan Sovet ittifoqi uchun agar uning oq o'ylisida Sharqiy Turkistonda Ruslar bilan uzun yil kurash qilgan, jang qilgan, Qurboshlar aralashgan bir hokimiyat maydon kelsa, ularning oq o'ylisidagi O'rta Osiyodagi 5 jumhuriyatning taqdiri qanday bo'ldi? Albatta, Sovet ittifoqining buning aralashishi 100%lik ish. Shunga Qashqardagi hokimiyatning nihoyat tez darajada ag'dirilib ketishida bu yerda mushu bir omil bor. Endi mayada mana nimaga qarab boqaylik, Sharqiy Turkiston Islom Jumhuriyati hukumat kabinetida vazifa o'tagan bizning G'arbiy Turkistondan kelgan Qurboshlar yoki Ruslar deyotgan bosmachilar. Masalan, inqilobniki Sobit Domullan bosh ministr bo'lsa, uning muavini Jonibek. Jonibek Sovet ittifoqining birinchi darajalik dushmani. Ruslarning qo'liga tirik tushmagan, O'rta Osiyoda ajoyib urushlarni qilib, rasmiy nomi chiqqan,
yoki rivoyat tusiga aylangan bir shaxs, o'zi qirg'iz, ammo qo'lda nihoyat zo'r kuchaygan vaqtda necha ming kishilik harbiy qo'shin bo'lgan qo'lda. Eng oxirida Ruslar tarafidan yengilib, bizning Sharqiy Turkistonga o'tib, Xotanda bir mezgil turib, Xotanda Muhammad Emin Bug'ra inqilob aralashtirmagan, ammo keyin Qashqarga berib inqilobga aralashdi. Bizning Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining muavin bosh ministri bo'ldi. Uningdan keyingi Zerib Qarajin, ya'ni Adliya ministri. Zerib Qarajin bu garchi bosmachilar tarkibida urush qatnashmagan bo'lsa-mu, bu diniy odam, ammo 20-yillarda Sovet ittifoqidan qochib kelgan. Sovet tarafdan o'tgan barliq qurbonlarning tizimligi Sovet ittifoqining arxivida hammasining tizimligi bor bularga. Mayli ular aralashmagan bo'lsin. Zerib Qarajin bu shu tarafdan kelgan odam. Endi Zerib Qarajin birinchi Cumhuriyet yiqilgandan keyin Sobit Tamollan bilan birga qo'lga tushib Shinsay turmusida yotdi. Shinsay turmusida bir Cumhuriyetning adliya ministri bo'lgan odam eng oxirida hayot turmadan chiqdi. İkinci Cumhuriyet G'uljida qurilganda G'uljidagi Cumhuriyetdan shiyin aralashdi. İkinci Cumhuriyet yiqilgandan keyin yana hayot qoldi. 50-yillardagi kommunist Xitoylar davridagi siyosiy kengashning tizimiga qarasanglar, Şinjan Uyghur Avtonom Rayonluq siyosiy kengashining muavin raisi bo'ldi keyingi mezgillarda. Shunga ba'zi insonlar Muhammad Emin Bug'ra tilga olgandek, bularning tegtakda majhul gumonli shaxslar edi degan bir gapning keynida nihoyat cho'qur bir ma'no bor. Buni o'ylash tegishli. Shunga men hukm qilmayman, faqat tarixiy belgilar, hujjatlar orqali ko'pchilik o'zinglar o'ylash bosana bo'ldi. Uning oxirgi Abdullah Xoni, masalan, Sayyor ministr Abdullah Xoni deymiz. O'rozbek degan kishi bor. Undan keyin Sultonbek Baxtiyorzoda, Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyeti Harbiy nazoratining muavin noziri yoki muavin ministri. Sultonbek Baxtiyorzodaning qo'lida butkul Qashqardagi askariy kuchlarning oqsa ta'minoti, undan keyin qurol-yarog. Chunki askar uchun jon eng muhim narsa qurol-yarog. Qurol-yarog'ni boshqarish huquqi butunlay Sultonbekning qo'lida. Undan keyin texnik muhim bir narsa shuki, Qashqar garnizon qo'mondoni Yusufbek Qurbeshi va uning muavini Qudratulloh Xon deganlarning hammasi Ruslar bilan bo'lgan urushda nihoyat dong chiqargan donglik bosmachi qurbonchilar. Bular Qashqar yana markaz poytaxtni qo'g'dash garnizon qismlarining qo'mondoni bo'lgan. Unda bo'lgandan keyin mohiyatda Sharqiy Turkiston Islom Cumhuriyetining harbiy, ma'muriy, mulkiy huquqlarining xili ko'p qismi Sovet ittifoqining dushmanlarining qo'lida mudofaa qilinadi. Yani A tarafdan keçip gelgen, gerçi biz bilen kan qarindosh bo'lsa-mu, lekin inqilobimizga aralashib qolgan, hukumatimizga aralashib qolgan insonlar. Demak, bu yerda ham bularni hammasini biz dushman yoki deb bundoq aytmoqchi emas. Ammo tarixning favqulodda sharoitida dushmanimizning dushmani ba'zida bizga do'st bo'la olmasligi mumkin. Bu nuqtadan ayirish kerak. Endi mayali ikki manba bo'yicha birisi Hamdullah Tarimning Turkiston tarixi degan asari, uningdan keyin bu Musa Turkistonning Ulug' Turkiston fojiasi degan kitobni qarasanglar, Qashqardagi shu Sharqiy Turkiston Cumhuriyetining hukumat tarkibi kabinetga kirgan insonlarni shuni aniq ism familiyasini bergan. Endi hukumat kabinetida shu vaqtda Qashqarda ochilgan shu Jakarta'da ilgari hukumat kabinetga kirgan 35 odam. 35 adamning har birini ayrim milliy tarkibi nereden keldi, bularni aniqlab chiqsak, mushlarning ichidan yerlik Uyg'urlar faqat 35 kishilik hukumat kabinetining a'zosi ichida 15 nafar, 16 nafar. Undan keyin G'arbiy Turkistondan Ruslar bilan urushib, bizning Sharqiy Turkistonga qochib kelgan o'zbeklardan 18 nafar odam bor. Bayma ko'zitib o'tdim, hukumatning bosh kotibidan tortib Qashqardagi Buyuk Millat Majlisining bosh kotibigacha, Qashqar garnizon qo'mondonligidan tortib harbiy nazoratining muavin nozirigacha asos o'rinlarni asosan bular egallagan. Undan keyin G'arbiy Turkistondan qochib kelgan shu Ruslar bilan urushgan qirg'iz oqsoqollardan 3 kishi bor. Bundacha aytganda, hukumat kabinetidagi 35 odamning mutlaq ko'p qismini yana G'arbiy Turkistondan kelganlar tashkil qilgan. Endi uni texmo kichiklasak, hukumat kabinetining 16 nafar doim a'zosi. Doim a'zosining ichida yerlik Uyg'urlar 8 nafar, G'arbiy Turkistonlik o'zbeklar 7 nafar, G'arbiy Turkistonlik qirg'izlar 1 nafar. Demak, bu yerda bu hukumat tarkibidagi nimasini aniq bilib bo'ladi. Shunga Sovet ittifoqining 1930-yillardagi Sharqiy Turkiston inqilobida dastlabda buni
milliy ozodlik inqilobi deb xarakterini bundoq bekitib, al Mongoliya orqali Xo'jana Zojiga elchilar o'miga avatib yordam qilamiz deb bundoq xarakter bergan bo'lsa-mu, eng oxirida bu Qashqardagi bu ahvollar Sovet ittifoqini beyaram qilgan uzun o'tmayla buni bir to'p pan-turkis, pan-islomist aksi inqilobchi guruhlarning qonunsiz tashkiloti deb shu vaqtda Pravdada yoki boshqa yerda chiqqan Sovet ittifoqining matbuotlar qarasanglar oxirida noyit tezda bu inqilobning xarakterini boshqa joyga burgan. Biroq eng oxirida noyit tez vayron bo'lishi amaliyotda buning ma'lum bir sabablarini bu nuqtadan ko'rilishga bo'ldi. Endi bu yerda misol uchun men faqat ikki tarixiy hujjatni ko'z tutib qo'yay dedim. Yana 33-yili Qashqarda nashr qilingan Istiqlol jurnali majmuasi. Ya'ni Istiqlol Sharqiy Turkiston Jumhuriyati hukumatining bir organ jurnalidek buningda nurg'un hujjatlar, asos qonun hammasi bu jurnalda e'lon qilingan. Buni qarasanglar, Jumhuriyatning harbiya nazoratining Harbiya ministerligining muavin ministri bosh ministri O'razbek 33-yili 12-oyning 15-kuni farmon chiqarib Sultonbek Baxtiyorzodani, ya'ni harbiya nazoratini yoki harbiya ministerligining muavin ministerligi tayinladim degan buyruq shu vaqtda chiqqan. Bu bir buyruq. Ikkinchi farmon, ya'ni Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining poytaxti yoki markazi bo'lgan Qashqar, ya'ni markazni qo'g'dash garnizon qismlari. Buni aytib xillangan askarlar, albatta buniki bosh qo'mondonligi shu vaqtda men baylab o'tgan Yusufjon Qurbeshi degan kishi mushning qo'mondoni bo'lgan. Eng oxirida Yusufjonni Sobit tomonlarni kontrol qilolmay, Yenisarda Yusufjonni tutqun qilib, nazardan qilib qo'ldagi huquqni olish uchun Yenisarda bir nima uyushtirdi. Plan tuzib, Xotan qismlari bilan Yusufjonni chaqirdi. Chaqirgandan keyin bu Yusufjon nayt igis nima nurg'un jonlari bo'lgan nayt sazgul o'zi. Ham chaqin kishi bo'lganligi uchun buni oldin bildimi? 7-8-10 ta yigit bilan kelib, mushu pistirmadan sog'-salomat qutulib, nima Yenisardan qutulib chiqib, Sobit tomonlar bilan butunlay qarshi tarafga o'tdi. Demak, Sobit tomonlar hukumatning boshlagan odami Yusufbek Qurbeshni kontrol qila olmaydi keyinda. Endi bu yerda bu farmon Yusufbek Qurbesh tarafidan 33-yil 12-oyda chiqarilgan. Bu o'ziga muavinni yana biror Uyg'ur emas, balki yana Sovet tarafdan qochib kelgan Hokimxon To'ran o'g'li Said Qudratulloh xonni o'zimga birinchi muavin qilib tayinladim degan farmon. Demak, meni ko'z tushimdagi sabab shu vaqtdagi harbiy qismlarning huquqiy kontrol qilish huquqining kimning qo'lida ekanligi, bu ishlarning Sovet ittifoqining qanchalik darajalarda beyaram qilganligi. Bu nuqtani tushuntirish uchun berdim. Undan boshqa endi 30-yillardagi Sharqiy Turkiston inqilobi nazar tashlagan vaqtda bizning o'sha G'arbiy Turkistondan kelgan o'zimizning qon qarindoshlaridan boshqa. Ya'ni Turkiya tarafdan kelib bizning inqilobimizga aralashib qolgan bir qism insonlar bor. Bu insonlar garchi bu inqilob jarayonida Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining qurilish jarayonida muhim rollarni o'ynagan bo'lsa-mu, lekin bularning bu o'ynagan muhim xizmatlari, rollarining kaynida yana inqilobni tashqi diplomatiya, tashqi qo'llashdan ayirib qo'ydigan bunday bir passiv yoki salbiy taraflari ko'rildi albatta. Buning uchun bir qancha narsani aytsak, birisi bu Osmonli shahzodasi Abdulkarimxon afandining Qashqarda qurilgan hokimiyatga podshoh qilish bir operatsiyasi bo'lgan shu vaqtda. Endi bu Osmonli sultonligining, ya'ni Sulton Abdulhamidxonning nevrasi bo'lgan Abdulkarimxon, u o'zi Qashqarga kelmoqman, Sharqiy Turkiston kelmoqman. Yaponiya taraf kuchayib, bularning Osiyo planida Manjuriyani oldi, ishki Mongoliyani edi, orqadan Sharqiy Turkistonni edi, u yerdan Afg'onistongacha bo'lgan orliqda bular kommunizmdan mudofaa ko'rish koridori deydigan, ya'ni Ruslardan mudofaa ko'rish koridorida bir plan qurgan Yaponiya armiyasi. Ya'ni 34-35dan toki 39-yillargacha bo'lgan orliqda bu plan noy tezlikda elib berildi. Bu plan bilan bular oldin Sharqiy Turkiston masalasini o'ylashgan Yaponiya.
Bunun konkret ifadesi nerede dese birisi 34 yılı bizim vatandan chet elga chiqib ketishga majbur bo'lgan Muhammad Emin Bug'ra Kashmir orqali 35-yilga borganda Afg'onistonning Kabulga bordi. Kabulga berib, Kabulda toki 1942-yilgacha turdi. Bu jarayonda Kabuldagi Yaponiya elchisi bilan Muhammad Emin Bug'ra o'rtasida necha 10 qatimla ayrim uchrashishlar, suhbatlar bo'ldi. Bugun Yaponiyaning davlat arxivlaridagi minglarcha betlik arxivlarga qaragan vaqtda Muhammad Emin Bug'ra bilan Kabuldagi Yaponiya elchisining orasida kelgusidagi Sharqiy Turkiston mustaqil bo'lgandan keyingi qanday bo'ldi bu davlatning qurilishi qanday bo'ldi, Yaponiya bilan bo'lgan munosabat qanday bo'ldi, boshqa ishlar to'liq madda tuzilgan ba'zi kelishimlar bor. Bular hali ham shu arxivda bor. Demak, Yaponiya baldırlı başlagan bu nimani. İkincisi, Yaponiya bu Sharqiy Turkistonda kuchli bütün millatlarning, bütün xalqning e'tirofiga erishadigan bir hokimiyatni shakllantirish uchun bu hokimiyatga simbollik kuchi yuqori bo'lgan bir odam bu yerga podshoh bo'lishi kerak deb o'ylab, bu Osmonli sultonga yiqilgan bo'lsa-mu, ularning avlodlari chet ellarda terikadan bo'lib bu yerda muhojiratda turdi deb bular bu Abdukarimxonni o'ylashib 35 atrofida Yaponiya taraf Abdukarimxonni Amerikadan nimaga Tokioga kelgan. Ma resim Tokyo tushgan resim Abdukarimxonniki. Tokyoda bu plan tayyorlangan. Ya'ni Sharqiy Turkiston Xitoyning qo'lidan elingandan keyin Abdukarimxon boshchiligida bir hokimiyat qurilib, podshoh bo'ldi. Agar Abdukarimxon 5 yil chiqsa, mayli Uyg'urlar bo'lsin, butun turk dunyosi buni e'tirof qildi. Chunki Osmonlining qinidan kelgan biri, podshohning avlodi. Afsuski, Yaponiyaning keyingi mezgili bo'lganda strategiyasining Osiyo quruqligidan Tinch okean rayoniga yo'tkelish sababli bu plan amaldan qoladi. Shuning bilan bu Sharqiy Turkistonga kelib boqmagan bu Abdukarimxonning zihnini Sharqiy Turkistonga bak qattiq tatdi. Buning tatqanligining eng muhim sababi Turkiya nima uchun 30-yillardagi bu Sharqiy Turkiston Cumhuriyatiga intayin so'roq munosabati. Hech qanday ifoda bildirmagan, faqat bir qatimla Tashqi ishlar ministrining bergan bayonotida nima deydi desa, bu Sharqiy Turkistonda bir turk tilida so'zlaydigan bir hokimiyat qurilibdi. Buningdan albatta biz xushal, ammo bu hokimiyatning beshiga radikal diniy iqimdagi yoki atrofdagi tashqi kuchlarning o'yiniga kelgan bir qism insonlarning bu nimaga aralashganligidan xabar topdi. Mumkin bo'lsa bu hokimiyat, ya'ni kamalizm yo'liga mangadigan qo'shnisi Sovetlar ittifoqi bilan do'stona o'tadigan bir hokimiyat bo'lsa, toza yaxshi bo'ladi degandek shaklda bir bayonot bergan Turkiya tashqi ishlar ministri Rüştü shu vaqtda. Demak, bu bayonotdan qaragan vaqtda Turkiyaning bu Qashqarda qurilgan hokimiyatga nisbatan pozitsiyasi nihoyat so'q. So'q bo'lishining keyinda, chunki Turkiya Cumhuriyati xohlamagan Abdukarimxonning ishini Yaponlar o'rtaga chiqarib, buni bu nimaga matbuotga oshkorlab etgan. Bundan Sovet ittifoqi nihoyat unumli foydalanib, Sovet ittifoqining barliq matbuoti, ya'ni tashriqot mashinalari Turkiya sultonining avlodi Sharqiy Turkistonga podshoh bo'lmoqchi u degan xabarlarni taqib, bu xabarlar albatta Turkiyaga bordi. Turkiya Cumhuriyatining bizim vatandagi hokimiyat bo'lgan bu xillimisini shakllantirgan. Bu bir ahvol. Endi ikkinchi ahvol mayada Ahmad Tavfiq deydigan yana bir arab odam 30-yillarda Musa Turkistonning so'zi bo'yicha aytganda xuddi osmondan turib tushgandek Qashqarda paydo bo'ldi deydi bu odamlar. Ahmad Tavfiq. Undan keyin yana shu mezgilda Sharqiy Turkiston Cumhuriyati qurilganda, hatto Cumhuriyat kabinetining a'zolari qasam bergan vaqtida qasamga riyosatchilik qilgan Mahmud Nadimбек. Undan keyin Sobit Tomuldan tashqi ishlarning to'liq huquqli vakili qilib Hindistonga avatgan Mustafa Alibek deydigan Turkiyadan kelgan ikki turk kishi bor. Bu inqilobga aralashgan. Endi bu ikkalaniki arxiv to'g'riliq Turkiya arxivlarini ixtisoslariga jihnasi yo'q. Nayt cheklik yoki manba bor, ammo bu manbalarning xil bir qismida Mahmud Nadimбек bilan Mustafa Alibekning o'z vaqtida Turkiyada Kamalizmga qarshi, Mustafa Kamal qurgan Cumhuriyatga qarshi ba'zi harakatlarga qatnashganligi. Yana bularning aslida Osmonlining oxirgi davrida qurilgan yosh turkchilarning ekanligi, Itoat Taraqqiy partiyasining a'zolari ekanligi. Bular Osmonli sultonlarini tirindirish tarafdori ekanligi, Mustafa Kamal qurgan Turkiya Cumhuriyatini xohlamaydiganligi. Buning bilan Turkiyaning qo'lab chiqarilganligiga oid bir qism manbalar uchraydi.
albatta bu manbalarni biz 100% yani boshqa manbalar orqali dalillashga to'g'ri keldi. Bundaq ahvol ostida agarda Turkiyada qo'llab chiqargan odamlar Sharq Turkistondagi bir hokimiyatga aralashgan bo'lsa, Turkiya Cumhuriyati buni qanday inkos qaytarish kerak? Mustafa Kemal buni qanday inkos qaytarish kerak? Bu omillar. Bu yerdagi bu Ahmad Tevfik degan arab kishimi turkchani sudak so'zlaydigan, Osmonli sultonligining oxirgi mazgillardagi ishlarga aralashgan o'zi murakkab, buning yo'linishining maqsadining nima ekanligini belgilamaydigan bir kishi. Hatta keyingi mazgillarga borganda Sobit tomonlarni buningdan gumonlanib, hukumatning ishlaridan jiroqlashtirgan. Afsuski keyingi mazgillarga borganda bu Ahmad Tevfik Sharqiy Turkistondan chiqarilgandan keyin bir mazgil Kabuldagi Yaponiya elchixonasi bilan munosabat qilgan. Keyingi mezgillarda Tungallar kelganda yana Sharqiy Turkistonga kelib, Xotan orqali Yaponiyaga ketganligi haqida ba'zi uchurlar uchraydi. Shunga bu yerda demoqchi bo'lgan gapimiz, gapni yig'sak, 30-yillardagi mush inqilob jarayonida bizning G'arbiy Turkistondagi qon qarindoshlarimizdan boshqa Turkiya tarafdan kelgan, ammo tegi-tagida aniqsiz bo'lgan bir qism insonlarning bu inqilobga aralashib qilishi, gerçi ularning ma'lum jihatlarda roli xizmatlari bo'lgan bo'lsa-mu, bu Cumhuriyetning nayt tezlikda yiqilib ketishining ba'zi sabablarini belgilab qo'ydi. Shunga albatta, endi bu sabablar birdan-bir sabab bo'lmasa-mu, lekin davlat qurish bilan bir vaqtda bu davlatni qanday tutib turish, qanday mangdirish, mavjudligini qanday kafolatga ega qilishni iborat bir masala bor. Bu masala nayt sovuqqonlik bilan nayt kalam ishlatib, shu vaqtning sharoiti, diplomatiyasi, dunyo vaziyati bilan o'ylashmasak, atrofimizdagi kuchli qo'shnilarimizning bizga bo'lgan mavqesi, bizga bo'lgan pozitsiyasini o'ylashmasak, albatta bizdek o'tirib qisilib qolgan bir millatning taqdirining qanday bo'lganligi nayt aniq bo'ladi. Oxirida ham ikkinchi saboqdan bir xulosa chiqarsak, bu xulosani biz emas, shu tarixni yashagan tarixchilarimiz, insonlarimiz o'zi bilsin, ya'ni Muhammad ibn Bug'roning Sharqiy Turkiston tarixidan e'lonlangan o'zindilar hukumat kabinetining a'zolari ichida 3 kishining boshqasi xalq nazarida bu xizmatga loyiq odamlar emas edi deydi. Men baylab o'tdim. Uning lekin hukumat a'zolaridan oz bir qismi qobiliyatli kishilar bo'lsa-mu, ammo ba'zilari G'arbiy Turkistondan yangi kelgan tegi-tagida majhul va gumonliq odamlar edi. Oxirdagi yana bir so'zi, ularning hammasi turk, musulmon bo'lsa-mu, tabiiy jihatdan bir-birlaridan alayda farqli insonlar edi. Demak, bularning hammasi bir uchur xarakterli berilgan masala. Bularning o'zimiz xulosa chiqarsak bo'ldi. Bu birisi Muhammad ibn Bug'roniki uchurlari, ikkinchisi 30-yillardagi inqilob jarayonida Mahfuj Niyoz Ajamga bosh kotib bo'lgan Hamdullah Tarim. Bu odam bu inqilob mag'lubiyatidan keyin chetlarga chiqib bir mazgilda Turkiyada, Saudiya Arabistonda yashab, odamdan o'tgan Turkiston tarixi degan bir kitobni qoldirgan. Bu kitobni o'qib chiqishga arziydi. Shu kitobdagi Mushu nimaga qarasanglar, eng oxirida mushu G'arbiy Turkistondan kelgan bizning inqilobimizga aralashgan qarindoshlarimiz haqida to'xtalib, bularning o'zi inqilob ichida yurganda qilgan bilan fikr xiyoli boshqa yer edi. Endi bu gapniki natijasi qanday chiqdi desa, 34-yilda Sharqiy Turkiston Cumhuriyati yemirilgandan keyin butunlay Shinsay bilan Ruslarning qo'liga tushganlari yerlik Uyg'urlar bo'ldi. Shinsayning turmasida badal to'laganlar hammasi yerlik Uyg'urlarimiz bo'ldi. Mutlaq ko'p chatlarga qechib chiqitadiganlarning hammasi shu inqilobimizga aralashib qolgan bizning qarindoshlarimiz bo'ldi. Masalan, Yusufjon Qurbeshimi nayt tezda bu inqilob sepidan chekinib chiqib, qarshi inqilob mag'lubiyatga yuzlangandikinlar bir amal qilib peshinab chiqitish ki urindi. Abdullah Xoliy degan odamlar chiqib yarim yo'lda kasal bo'lib o'ldi. Musa Turkistoni deganlar chiqib ketdi va boshqalar chiqib ketdi. Mutlaq ko'p qismi qechib qutuldi bularning hammasi. Yerlik Uyg'urlar nega bordi? Chunki bizning vatanimiz shu, tuprog'imiz shu, xalqimiz shu yerda. Unda bo'lgandan keyin bu gaplarning ma'lum bir natijasimi tariximizda ko'rilgan endi. Oxirgi bir nuqta, boy biz qon qarindoshlik manfaati bilan davlat manfaatini selishtirib o'tdik. Oxirgi bir nuqta, diniy qarindoshlik bilan davlat manfaatining ikkisi munosabati.
Hem nima uchun bu temani o'tirib qo'ydik degan vaqtda bizning 20-asrning boshlaridagi Sharqiy Turkistonning siyosiy taqdirida biz bilan diniy jihatdan qarindosh bo'lgan, o'xshashla islom diniga e'tiqod qildigan, ijtimoiy hayotimizda biz bilan aralashib o'tgan, birga yashagan ba'zi vaqtlarda bir xalq bor. Ya'ni u bo'lsa-mu Tungallar. Biz bugungi kunda ma'lum bir millatni qaralab, ularni undaqchi deyish bizning nimamiz yo'q. Albatta tinch sharoitda hammasining o'zining milliy davlati huquqlari kafolatga ega qilinsa, albatta millatlar aro inoqlik, ittifoqlik bu intayin muhim narsa. Ammo tarixning hal qilg'uch paytlarida, tarixning favqulodda mezgilida davlat manfaatini barliq manfaatlarning ustiga, barliq qimmatlarning ustiga qo'yish har vaqt bizning birinchi tanlashimiz bo'lishi kerak. Mushu tanlash bo'lmaganligi uchun bizning 30-yillardagi inqilobda tatgan ziyonlarimiz intayin zo'r bo'ldi. Bu ziyonlar yana kelib bizning diniy qarindoshlarimiz bo'lgan, o'xshash bir dinga e'tiqod qilgan bu Tungallardan kelgan bu badallarni biz nihoyat og'ir darajada to'ladik. Bu yerda bu misol uchun men 3sini ko'rsatib qo'ydim. Birisi Mafushin Qashqarga titay bo'lgan Yangzangshin davrida 24-yilda etib o'ldirilgan Mashavu tarafida. Bu Mashavu degan keyin Qashqarga vali bo'lib 30-yillarda Qashqardagi butun ishlarni Uyg'urlar bilan Tungallarning orasidagi, Uyg'urlar bilan G'arbiy Turkistonlik Uyg'urlar bilan boshqalarning orasidagi fitna fasod ig'volarning butun qurg'uvchisi, parda oqisidagi insonning birisi mushu Mashavu. Bu to'g'riliq nurg'un tarixiy manbalarni o'qisanglar, buning Qashqardagi Uyg'urlarni qanday o'ynatganligi. Hatto inqilob bo'lib valiylikdan elib etilsa, Uyg'urlar bilan o'lim jazosi bermaydi. Nazarbog'dagi bir bog'ga chiqilib, o'sha bog'da inqilob bo'lsa, o'sha yerda saqlaydi buni. Eng oxirida Qashqar yangi shaharga kirib, Majumyonning askarlari bilan birlashib turib, Qashqardagi inqiloblarni sug'urchilashtirdi bu insonlar. Onun için bayarı körvatkan onadaki Mashavu, Majumyonni bilisizlar. Gansu Çinxaydan kirib bizning inqilobimizga aralashtirgan insonlar. Aqidin Mahfusanni bilisizlar. Xotan islom hukumatini yiqitib, Xotan xalqini 34-yildan 37-yilgacha zar-zar qaqshatgan, bir hokimiyatni og'dirgan. Hatto Xotanda Tunganiston deydigan bir ayrim hokimiyat quraman deb shu xiyolni, shu tushunni ko'rgan insonlarning birisi. Oxirgisi Majansan. Yana Qashqarda 34-yili 2-oyning 5-ida Qashqarda 5000dan ortiq bizning xalqimizni qirg'in qilgan. Ya'ni hozir qazongan tariximizdagi o'ldirilgan odamlar soni eng ko'p qirg'inchiliklarning birisini shu Tungallar paydo qilgan. Butunlay Uyg'urni qirg'in qilgan Qashqarda. Endi bularni yiqqan vaqtimizda bunda qarasak, Yoqubbek davridan tortib toki 40-yillargacha bo'lgan inqilob jarayonida bu diniy qarindoshlarımızın bizning inqilobimizni bir misol olaymi. Bu jarayondagi ba'zi xiyonatlarni biz tilga olib o'tishga tegishli deb o'ylayman. Masalan, shu 30-yillarda inqilob qo'zg'aldi Qumulda. Qo'zg'algandan keyin bu dastlabda kuch ojiz bo'lganligi uchun bu Tungallarni diniy jihatda biz bilan qarindosh deb Gansudan bularni ba'zi manbalarda chillab chiqdi deydi. Bular Qumulga chiqishdagi maqsad nima desa, bizga yordam qilishmi? Ayrım bir hakimiyetni qurib berishmi? Herkes bunday emas. Ularning xiyolida ayrım bir cho'q bor, kallasida ayrım plan bor. Ya'ni Gansuda turadigan yeri qolmagan bir sharoitda bu inqilob bo'lgandan keyin fursat bilib Qumulga chiqdi. Qumul Konishar, Yanishani elish jarayonida, undan keyin Barko'rlanish jarayonida Xitoylarning qo'lidagi nurg'un qurol bu Majumyonning qo'liga tushdi. Qurol qo'liga tushgandan keyin Uyg'urlarga hech qanday qurolni bermaylar. Bu inqilobning yetakchi, qaror qiluvchi insonlarga aylandi. Oxirida Shingsay 5000 kishilik tarkibida nima Aqo'riston bo'lgan bir qo'shin bilan Qumuldagi inqilobni bostiraman deb Qumulga kelgan vaqtda bular butun qurol-yarog' Qumuldan bo'lgan oltin kumush qilib, Gansuga tikib atganmiz. Oxirida Qumulda bo'lgan qirg'in butkul joylarni ko'ydirib, insonlarni nima qilib, bu tatmagan jafoning hammasini Uyg'urlar topdi. Bu birinchi qatamliq bir xiyonat deyishga bo'ldi. Qumuldan qaytish. İkinci qatamda xiyonat chiqdagi aldamchilik. Qumulda bu fojialar bo'lib, aqidallar bu chaqda aloqaga zish bo'lmaganligi uchun, bugungidek telefon bu narsalar bo'lmaganligi uchun bu Tungallar noyat uslub bilan Turpan tarafga o'tib, inqilobni kengaytirib, oradan foydalanish bo'ladi.
Şunun bilan texe to'liq tayyor bo'lmagan Turpanni qo'zg'alishning tayyorligi bo'layotgan kunlarda bu Majunning qo'ygan odamlardan bir nechtasi Pishchanning chiqdim degan joyga kelib, Xo'janiyaz hoji zo'r qo'shin bilan Qumuldan Turpan tarafga qarab kelyotdi. Darhol Turpanliklar qo'zg'alinglar. Deyki bu bizning oddiy xalqimiz bu gapga ishni ketiblar Turpanda qo'zg'aldi. Qo'zg'alib chiqib, bu chiqdimdagi shu Tungallarning gapi bilan Turpanda muddatdan burun qo'zg'algani uchun Turpanda bir qancha qatorli qirg'inchilik, eg'ir badallar mushug'i kelib chiqdi. Turpan inqilobi jarayonida bizning Uyg'urlar badalni eg'ir to'lagan, o'lgan odamlarning ko'pinchisi xalqimiz bo'ldi. Ammo Qur'onning isiliga ochliq, yam-xashak, oltin kumushga ega bo'lganlarning hammasi Tungallar bo'ldi. Bu ikkinchi bir vaqa. Üçüncü bir vaqa Mo'riydagi to'zoq. Buni balkim sizlar bilsizlar. Birinchi qatam Majunning Gansuga kirib ketgandan keyin bu Xo'janiyaz hojimni bularning umidini uzib bo'ldi. Bular bilan nima qilgan, muloqot qilgan bir xalq emaskan degan yer keldi. O'ylamagan yerdan 34-yilning boshlarida, 33-yilning boshlarida Majunning ikkinchi qatam chiqib, o chaqda Xilichiq askari bilan chiqdi. Chiqib bu Guchonga kelib, buyruq tushirdi Xo'janiyaz hojiga. Biz nayzining dastisi, yani kuchi bo'layli. Sizlar Uyg'urlar dastisi bo'linglar. Sizlar nayz sanchsanglar biz sanchilayveramiz. Oldi bilan alqinimi Guchonni 4 soat olaman, Urumchini 10 soat olaman, Sharqiy Turkistonni 10 kunda olaman. Butun Xitoyni olib, undan keyin Sovet ittifoqini olgandan keyin chegaraymni haramga tutashtiraman deb bu cho'ng gapni qildi. Qilib degandek endi u yerda Uyg'urlar garchi Xo'janiyaz hojimda bularga nisbatan ishonchsizlik bo'lsa-mu, lekin baribir diniy qarindoshqa deb bu ikki bo'linib bular plan qiladi. Mo'rini Uyg'ur qo'zg'olonchilar hujum qiladigan, Guchongni Tungallar hujum qiladigan bo'lib, ikkiga bo'linib urush boshlandi. Urush boshlanib bir necha soatning ichida Mo'ridagi Xitoylar qurol topshiramiz deb nima qildi? Demek 4 soatdan keyin Mo'riydagi Xitoylar qurol topshiramiz degan vaqtda bular qurolni olamiz deb kirsa, qurolni ati topshirsak deydi-da. Ham bu yerdagi ish bizning odamlardagi shu xillik ehtiyotsizlik, ishlarni oldin o'ylamaslikning sababidan ati topshirsanglar mayli, ati deganda kelib qurolni olamiz deydi. Kechida Majunning Tungallari Mo'riyga kelib, Uyg'urlar Afg'on shahridagi Xitoylarning 2000 dan ortiq miltiq shu vaqtda necha o'nlagan pilemot nurg'un o'q-dorining hammasini Tungallar birni qoldirmay olib ketdi. Aytsa Qur'onlarni olamiz deb Mo'ri shahar sepining ichiga bir tal Qur'on yo'q. Shuning bilan bu vaqa haqiqatan shu vaqtda hammasining g'azabini qo'zg'aydi. Oxirida bo'ldi, Tungalning qo'limizni yudi deb bu qiydashning ichida turgan vaqtda buni g'animat bilgan Urumchidagi Shingsay albatta bundan xabar tepib qadamlar orqali darallah Sovet ittifoqidagi Urumchidagi elchixonasidan bir odamni qo'shib, bir elchilar o'ldigini. Ya'ni Urumchidan shu vaqtdagi Urumchidagi baylardan Husayn Bay, bir qancha Tatar, O'zbek baylarlar. Bularni qo'shib, Mo'ri Jimsara tarafiga avatib Xo'janiyaz hojim bilan biz sulh qilsak bo'ladi. Bundan keyin Tangritog'ning janubini butunlay o'zinglar boshqarsizlar. Faqat men Urumchi tarafini boshqaraman. Bu deb oraga Sovet ittifoqi kirgandan keyin oxirida bu Tunganga bo'lgan qidash g'azabning ichida bu Jimisardagi bu kelishimni qabul qildi bular. Shuning bilan Tungallar bilan Uyg'urlarning munosabati to'liq buzildi. Mo'ri vaqasidan keyin. Undan keyin ham bu keyingi masalan Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini yiqitish. Sharqiy Turkiston Jumhuriyatining yiqilishi garchi nurg'un ishga tashqi sabablar rol o'ynagan bo'lsa-mu, eng oxirida fizikal rasmiylik yo'q qilishning nimasi Tungallar tarafidan bo'ldi. Yani 34-yilda 4-oyda Majunning Urumchidan zo'r qo'shin bilan bordi, Qashqar Yengshan sepilnochiligi Tungallar chiqdi. Oxirida Majunning Qashqar so'ziga bir nutqi bor. Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini yo'qotdim deydi. Demak, bu yerda yanma Tungallarning Sharqiy Turkiston Jumhuriyatini o'rishda bevosita qo'li bo'lgan. Undan keyin Qashqardagi qirg'in. Buning tafsilotini keyin so'zlayman. Qashqardagi zo'r qirg'inchilik bo'ldi. Yengsarda qirg'in bo'ldi. Yengsarda Muhammad Emin Bo'g'roning ikki inisi, ya'ni ikki general inisi necha minglagan xotin askarlari bilan garchi nechalar tirkashgan bo'lsa, eng oxirida bularni to'liq qirg'in qilib, Yengsarni qonga bo'ydi. Oxirida xotin islom hukumatini yiqitdi. Bu yerda 3 yillik bir zulm yurgizdi. Eng oxirida xotindagi 3 yil jarayonida Tunganiston
Quriman mayadi deb Xotandan yiqqan oltin kömüşleri bilan bu oltin kömüşler vaqasimi keyincha bu g'oyat zo'r bir masalaga aylandi. Hindiston, Xitoy, Shansay hukumati o'tirsin. Demak, bu xiyonatlar haqida shunchalik so'zlay. Endi mana Qashqardagi fevral fojiasi. Haqiqatan bu Qashqardagi bu voqea o'z vaqtida bizning tarixchilarimizning tazkira yozgan xotiralardan emas, chatkalning ba'zi matbuotlaridan chiqqan haqiqatan ig'ir ish. Chunki 3 kunning ichida 5000 dan 7000 gacha yaqin shahar aholisining qirg'in qilishi bu tarixda kam uchraydigan bir hodisa. Bu hodisaning sababi nimadan kelib chiqqan degan vaqtda bu to'g'rida yozilgan aslimlarga qarasak, Yusufjon Qurbeshi degan Qashqa, ya'ni poytaxtni qo'g'dash garnizon qismlarining qo'mondoni Sobit Damollamning buyrug'iga bo'ysunmasdan o'z oldiga qaror chiqarib, Yangi Tungallarga hujum qilib qo'ydi. Bu vaqtda Urumchidan Majnunning zo'r qo'shini Qashqaga yetib kelgan, Yangi Tungallar yangi bir nimaga qo'llashga erishgan kuchi zo'raygan bir paytda bu Yusufjon Qurbeshi Qashqaga hujum qilish buyrug'ini berib qo'yib, eng oxiri o'zi baldur urushdan chekinib chiqib, bunda qilganligi uchun bu Tungallar o'chirish xarakterli bu qirg'inni yurgizgan Qashqada. Endi hozir buning soni masalasida nurg'un manbalar, masalan shu inqilobga shohid bo'lgan Abduqodir Hoji 4000 deydi, Hamdullah Tarim 1300 deydi, Muhammad Emin Bo'g'ra 4000 dan ortiq 7000 gacha degan. Muhammad Emin Qurboniy degan Qashqada o'tgan bir tarixchi odam bor. Bu odam 6000 odam o'ldirildi deb yozdi. Sopaxon Sovrov degan bizning harbiy generalimiz polkovnik bu 5000 degan. Bununki James Millward'niki kitobi qarasanglar 4500 odam. Menimcha bu Shivit missionining shu vaqtdagi ma'lumoti eng to'g'ri bo'lsa kerak deb o'yladim men. Nima desanglar, Qashqarda Shivit missionerlar ochgan doktorxona bor. Chunki butun o'liklarni tekshirib, o'ldi, o'lmadi yoki yordar deganni bu Shivit missionerlaridan doktorlardan adam tashkil etib bir o'mak Qashqardagi o'liklarni hammani ayirgancha, ayirib bularning Stokgolmga yo'llagan doklati bor. Şu dokladning ichida 4508 odam o'ldirilgan deb anada chiqadi. Undan keyin Amerika gazetlarining xabarlaridan bor, ularda 2000 odam degan. Mayli qanday bo'lsin, bu 1000 dan ustidagi odamning 3 kunning ichida qirg'in qilinishi bu tarixdan nayt ig'ir bir fojia. Bu fojianing bevosita sababchisi, ijrochisi hammasi shu bizning diniy qarindishimiz bo'lgan Tungallar qildi buni. Albatta men boy deganda chet el manbalarida bu vaqtda xabar berilgan, ya'ni Amerikadagi chiqadigan gazetlar shu vaqtda ham gazetlarda berilgan mushqatamliq nima yana cho'ng qirg'inchilik deb olgan bo'ladi. Qatlam. Bundan keyin Majnunning Qashqardagi Sharq Turkiston Jumhuriyatini yo'qotganligi haqida shu vaqtdagi Xitoyning ichidagi, ya'ni Nanjangga chiqqan, Shanxayga chiqqan bu cho'ng gazetlarning hammasida Majnunning Qashqar so'zlagan bir nutqi bor. Keyin ayaga bo'lib bayonot berganmi bular. Shuni asos qilib Xitoyning ichki qismida berilgan xabarlar. Eng oxirdan yana biz so'zlaydi. 30-yillardagi Cumhuriyetning organ majmuasidan biri bo'lgan Istiqlol jurnalida hukumat nomidan avtor yo'qa bu bayonotniki. Tungan xoinlar deydigan bir bayonot e'lon qilingan. Men bu bayonotning faqat kichik bir qismini mayaga hujjat sifatida berib qo'ydim. Men bayonot qarab beqanlar. Xitoy Tungan har ikkisi bir so'zdir deydi. Bayonotning 5. Sharqiy Turkistonning tutqunlik davrida yerlik turklar Xitoy vahshiylari tarafidan qanday jabr zulm alamlarini tatgan bo'lsa, Tunganlardan balkim unudilma ortiqroq vahshiyliklarning azobini tatgandir. Tungan xiyonati, Tungan vahshiyligi hech qachon ko'z oldimizdan ketmaydi. Shu topda Tungan vahshiyligi oldida Xitoy vahshiyligi unutilib ketadigan bir holga kelib qolmoqda. Demak, bizga Xitoydan ko'ra Tunganlar ortiqroq dushmandir. Xitoylarning Sharq Turkistonda hech qanday haqqi bo'lmagandek, Tunganlarning bu zaminda bir parchalik haqqi yo'qdir. Sharq Turkiston faqat Sharq Turkistonliklarningdir. Sharq Turkiston hukumatining bergan bayonot xarakterli nimasi. Shunga bu vaqtda ortiqcha to'xtalmaydi. Men baytap o'tdim. Uyg'urlar bilan Tunganlarning nurg'un tarixda madaniyat, ijtimoiy bu munosabatlar bor. Birga yashagan. Albatta tinch davrda har biri o'zaro bir-birlarining milliy manfaatiga hurmat qilinsa, millatlarning hech qaysini
undaqçı deydigan haqqımız yo'q. Ammo tarixning favqulodda sharoitida, tarixning hal qilish paytlarida davlat manfaatini, milliy manfaatni, barliq manfaatlardan, diniy qarindoshlik manfaatidan, qon qarindoshlik manfaatidan ustun qo'yishdan iborat bu narsa bizning qalbimizda bo'lishi kerak degan bu saboqni bu yerda ta'kidlab o'tmoqchi xolos. Oxirida endi 30-yillardagi inqilobga doir berilgan tarixiy manbada bir necha manbalarni chiqarib qo'ydim. Istiqlol, shu vaqtdagi Muhammad ibn Bug'roning Sharq Turkiston tarixi, undan keyin shu mezgilda 29dan 39-yilgacha Parijni, Fransiyaning Parij shahrida Mustafa Cho'qay bosh tahrirligiga chiqqan Yosh Turkiston. 30-yillardagi inqilobniki eng muhim xabarlari, eng tas xabarlari shu Parijdagi jurnalda besib chiqarilgan. Chunki o vaqtda butkul Turkiston miqyosida bir mustaqil inqilob, bir milliy inqilob, uning natijasida bir mustaqil davlat bo'lmaganligi uchun butun dunyoga chechilib ketgan Turkistonlik muhojirlar bu Sharq Turkiston inqilobidan pek umid kutgan, pek cho'ng umidlarni kutgan. Agarda Sharq Turkiston mustaqil bo'lsa, bu butun Turkiston tuproqlarining mustaqilligining bir boshlang'ich bo'lib qoldi, asos bo'lib qoldi deb o'ylagan. Shunga bu inqilob to'g'riliq nurg'un manbalar shu Yosh Turkistonda bor. Undan keyin shu vaqtdagi inqilob shohidlaridan Emin Voidining eslatma, ya'ni Yaponiya imperiyasiga yo'llagan doklad, bu bor, ko'proq sana bo'ladi. Manbalar shu. Ham eng oxiridagi bir ko'rinish bizning xalqimiz davlat manfaatining ustun ekanligini albatta tarixda ig'ir bedellar to'lab mo'jab his qilmoqda, ammo Xitoylar qanday o'ylayotdi? Balkim ko'pincha ma kitobni bilasizlar, davlat manfaati hammadan a'lo. Ya'ni bu kitob 2002-yil birinchi nusxasi 2001-yil Urumchida chiqib, 3 oydan keyin tuyuqsiz bu kitob yig'ilib 2002-yilda qayta qilindi. O'qigan bo'lsanglar, balkim bilasizlar, bu kitobning ichidagi mazmunlarni agar bizning xalqimiz 20 yil burun mushu kitobga sal diqqat qilgan bo'lsa, ichidagi mazmunlarga diqqat qilgan bo'lsa, balkim 2017-yildan keyingi bizning beshimizga kelgan bu g'oyat zo'r irqiy qirg'inchilikning sharpsini 20 yillar burun his qilgan bo'ladi deb o'ylayman. Chunki ma kitobning ichiga qarasanglar, ichidagi nurg'un narsalar 2017-yildan keyingi qirg'inchilikdagi asos sxemasi, asosiy liniyalari bu kitobda hammasida uçur berilgan. Ya'ni Uyg'urlarni keng ko'lamda lagerlashtirilgan bir aslarning ichida qayta kallasini yuvish, programlash. Chet ellarda Uyg'urlarning da'vosi xalqaralashdi. Buning oldini olish uchun har qanday talab to'lashdan qo'rqmaslik. Ya'ni chet eldagi Uyg'ur tashkilotlarini chaq-chekidan parchalab o'tish, Uyg'ur da'vo odamlarini sharafsizlantirish, ularning shaxsiyati boshqa nurg'un narsa orqali ularni xalqning, jamoatning ko'zdan tushirib o'tish. Qatorliq nurg'un narsalar bu kitobning nimasidan g'oyat inchik detallar bor. Shunga tavsiya qilaman, bizning xalqimiz bu narsalarga diqqat qilmagan, ammo Xitoy 2005-yilda bu zo'r qirg'inchilikning loyihasini, planlarini ikki qismda tayyorlashdan boshqa, hatto o'zining bir qism tarixchilarni ish qilib, buni kitob oldida buni nashrni qilgan. Bu kitob qarasanglar, buning kirish so'zini shu vaqtdagi bizning vatanning partkom shujisi Wanglachuan yozgan. Şuna gapimizning xulosasi, Xitoylar har vaqt davlat manfaatini hamma qimmatlardan ustun deydigan bu narsani tutib keldi. Shunga tavsiyamiz, bizning xalqimizmi davlat manfaatini barliq qimmatlardan ustun tutadigan bunday bir qarashni yetildirish kerak deb o'ylayman. Bugungi vaqt munosabati bilan shuncha